Bugungi kunda Hizb ut-Tahrir ekstremist tashkilot vakillari, xususan Mahmud Abdulmo'min tomonidan xalifalik davlatini o'rnatish har bir musulmon uchun vojib. Musulmon inson xalifalik davlatini tiklash uchun harakat qilmagani uchun qiyomatda Xudoning oldida so'raladi kabi gap so'zlar tarqatilayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Aslida ham ular aytgandek islom ta'limotida xalifalik davlatini qurish vojibligi haqida biror qat'iy dalil bormi? Yo'q, albatta. Bunday dalil na Qur'on, na sunnat va na jumhur ulamolarning asarlarida kelmagan. Sahih hadislarda inson Allohning huzuriga borganda iymoniy e'tiqod, ibodatlar yoki qilayotgan yaxshi yomon amallari haqida so'ralishi bor gap. Chunki islom dini insonlarni hamisha yaxshi amallarni bajarishga buyurib, yomon amallardan tiyilishga chaqirgan. Bordi-yu, xalifalik davlatini tiklash ham musulmonlar uchun vojib bo'lganda edi. Bitta bo'lsa ham sahih hadisda xalifalik davlatini quringlar deb payg'ambar alayhissalom ko'rsatma bergan bo'lardilar. Vaholanki Qur'oni Karim yoki hadis shariflarda davlat boshqaruv tizimini xalifalik bo'lish zarurligi yoki musulmonlar xalifalik bayrog'i ostida birlashtirish lozim ekani haqida birorta ham buyruq kelmagan. Shunday ekan, xalifalikni tiklash musulmonlar uchun vojib deyish oyat va hadislarda hamda jumhur ulamolarning umumiy qarashlariga xilof deb aytish mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi o'sha diniy idora degan islomofob, o'sha diniy idora islomofob joyda ishlaydigan diniy idoraning bitta vakili bo'lgan odam birinchi gaplari qanaqa edi desangiz, Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkilotning fikriga ko'ra deyapti, xususan Mahmud Abdulmo'minning har bitta musulmon uchun vojib xalifalikda tiklash dedi. Keyin qat'iy dalil bormi bunga deb shunaqa savol tashadi. Bu boshidagi gaplar edi. Birinchi, ekstremizm, terrorizm, separatizm degan gaplarni lug'atlarda kim ishlatadi desangiz, o'zi 20-asrda paydo bo'lgan chekka pozitsiyani tutish degan ma'noni anglatadi degan gap. Ya'ni islomga begona bo'lgan umuman greklardan kelib chiqqan lug'at. Biz masalan islomda fosiqlar deymiz yoki adashganlar deyishimiz ham mumkin. Yoki misol munofiqlar deyishimiz mumkin. Yoki masalan qanaqadir boshqa islomiy lug'atlarni ishlatishimiz mumkin. Kofirlar, mushriklar kabi. Lekin ekstremistlar, terroristlar degan gapni biz ishlatmaymiz islomda. Nimaga desangiz, chunki bu terminologiyaning, bu istilohning kelib chiqishini o'zi islomga aloqasi yo'q bo'lgan gap. Bu istilohni ishlatadigan odamlar birinchidan islomdan ishlatmayapti va islom dushmanlari ko'tarib chiqqan islomga qarshi kurashish uchun ishlatgan lug'atni hizbga nisbatan ishlatyapti. Ikkinchidan, Mahmud bu hizbning qanaqadir vakili emas, ya'ni hizb nomidan gapiradigan odam emas, xuddi menga o'xshab. Hizbning vakillari bor. Misol Fozil Amzayev yoki Abu Halilga o'xshaydigan shunaqa odamlar bor. Ular gapirgan gap bu hizb nomidan gapiriladi. Mahmudning gapi bu hizbning gapi emas. O'zining fikrini gapiradi. Shuning uchun Mahmudga unaqa aloqador bo'lgan gapni o'zi masalan rishad qilaversin, biz unga nima qilmaymiz, to'xtab o'tmaymiz, bizning ishimiz emas. Lekin Hizb ut-Tahrir ko'targan g'oya degan masalan xalifalikka degan gapi bu umumiy hammamizga aloqador bo'lgan gap va islomga tegishli bo'lgan gap bo'lgani uchun mana shu masalalarga to'xtab o'tamiz. Endi shaxslarga kelsangiz, masalan menga yoki boshqasiga qanaqadir shaxslarga nisbatan gapirgan gap bo'lsa, o'zlari chiqib javob bersin. Kim Mahmudni Hizb ut-Tahrirni nomidan gapiradigan deyishi bu xato, bu nodonlik bo'ldi. Mahmud Hizb ut-Tahrirni nomidan gapiradigan odam emas. Hizbning vakili emas. U oddiy bir nimalarga a'zosi, hizbning a'zosi menga o'xshaydi. U boshqa hizbiylarga o'xshaydigan, lekin hizb nomidan gapirmaydi. Hizb bilan Mahmudni doimo qorishtirib gapirish bu johillik, bu tushunmaslik. Hizbning ko'targan g'oyasini bilmaslik. Shunda biz u shaxsiy masalalarga to'xtatmaymiz. Endi shar'iy dalillar, qat'iy dalil bormi degan gapga to'xtab o'tamiz. Men harakat qilaman Allohning izniyle ko'p hadislarni, ko'p oyatlarni keltirib berishga sharhlab o'tirmayman, chunki juda ham ko'p dalil. Ishoning. Juda ham ko'p asosiy bu mavzuga aloqador bo'lgan, ular ham qabul qiladigan, biz ham qabul qiladigan Qur'on Karimdan. Endi hadislarda masalan ba'zilarini zaif deyishi mumkin-da ular. Yoki masalan qanaqadir o'ylab chiqargan hadislar qabul qilinmaydi degan shunaqa masala bilan yondashlari mumkin, lekin Qur'oni Karimda ular inkor qila olmaydi. Biz hammamiz ittifoq qilgan bu Qur'oni Karim hech qanaqa shubha yo'q bo'lgan, bizga mutawatir darajasiga yetib kelgan kalomligiga shu ittifoq qilganmiz. Shuning uchun biz Qur'oni Karimda oyatlardan gapiramiz. Va oyatlardan keltiramiz, albatta bitta hadis ham keltiraman, lekin asosiy masala Qur'oni Karimdan keltiriladi. Qat'iy dalil yo'q degan gapi. Birinchidan Nur surasida Alloh subhanahu va taolo 55-oyatida shunaqa marhamat qilgan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. O'zlari tan olgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qilgan tafsirlardan birinchi o'qib beraman. Keyin buni inshaalloh sharhlaymiz bu oyatning ma'nolarini. Alloh sizlardan iymon keltirib, solih amallarni qilganlarga ularni yer yuzida xuddi ulardan oldin o'tganlarni xalifa qilganidek xalifa qilishni, ular uchun o'zi rozi bo'lgan dinni mustahkamlashishni va ularning xavf xatarlaridan so'ng omonlikni badal qilib berishni va'da qildi. Mengagina ibodat qilurlar va menga hech narsani shirk keltirmaslar. Shundan keyin ham kim kufr qilsa, bas ana o'shalar o'zlari fosiqlardir. Bu Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblaridan keltirildi tafsiri. Endi inshaalloh o'zimiz buni sharhlashga o'tamiz. Arab grammatikasi va Qur'oni Karimda umumiy tushunchalari. Albatta men har bitta mufassirlarning fikrini keltirmayman. O'qib chiqqan o'sha yerdan kerakli bo'lgan eng buloq tushunchalarni aytib o'taman inshaalloh bu oyatga nisbatan. Birinchidan, oyatda o'zi qayerda nozil bo'ldi desangiz, bu oyat Madinada nozil bo'lgan, Makkada emas. Bu yerda xavfdan keyin omonlikda aytilyapti bu oyat karimadan. Va xalifalikni tiklashda va'da beriladi. Endi xavfdan omonlikka o'tish degan masala, misol qilib aytganda, siz masalan bitta do'stingizni bir to'da itlarni qo'lida bunday qutqarib olib uyingizga kirgizasiz. U uyga kirgandan keyin, o'sha itlardan qutqargandan keyin, uyga kirgandan keyin men seni itlardan qutqaraman, va'da beraman desangiz, haligi to'g'ri kelmaydi. Qutqarib bo'lganda, hali chiqqanda, ya'ni xavfdan chiqarib, buni keyin men seni xavfdan chiqaraman desangiz, haligi g'alati gap bo'ladi, to'g'ri kelmaydi voqelikka. Shunga o'xshaydi. Madinada nozil bo'lgan, Makkada sahobiylar xavfda edilar. Va Madinada esa xalifalikni qurgan va xavfdan omonlikda edilar. Oyat ular omonlikda bo'lgan paytlarida nozil bo'lgan birinchi. Ikkinchi tushunchasi xalifa degan gapni o'zi. Xalifa degan gapni o'zi, ya'ni xalifa so'zi bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan oldin nabiylargagina ishlatilardi. Ba'zi nabiylar xalifa bo'lganlar. Davud alayhisalomga o'xshaydigan misol. Xalifa deb ishlatishardi. Lekin oyat karimada qarasangiz, oyat karimada masalan Alloh subhanahu va taolo kimga va'da beryapti? Va'adallohu allazina amanu minkum. Alloh sizlardan iymon keltirganlarga va amilus solihat, ya'ni solih amallarni qiladiganlarga liyastaxlifannahum fil ardi kama so'zi ishlatilyapti. Ya'ni xalifalik qilishni qandayki kamastaxlafallazina min qablihim, qandayki oldin xalifa qilib ularni shunaqa yer yuzida oliy qilganda, shunaqa oliy qilishni va'da berdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo va'da beryapti. Kimga desangiz, amanu minkum, sizlardan deyapti. Ya'ni iymon keltirganlarga aloqador bo'lgan, payg'ambarlarga umuman aloqasi yo'q bo'lgan gap. Qur'oni Karimdagi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning xitobi, bu payg'ambarlarga aloqasi yo'q. Va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan oldin payg'ambarlargina xalifa edilar va payg'ambarlarni bu oyatda biz nazarga tutmayapmiz. Demak, bu umuman payg'ambar sollallohu alayhi va sallam oldingi holat aloqasi yo'q bo'lgan oyat. Endi kimga aloqador desangiz, bu yerda 4 ta toifa insonlarga aloqador. Birinchi sahobiylar, keyin tobiinlar, undan keyin tabi'a tobiinlar, undan bizlar. 4 ta ana shu ummatga, 4 qism ummatga aloqador bo'lgan gap. Chunki biz amanu minkum, ya'ni iymon keltirganlar bizlar, ya'ni insonlar, oddiy insonlardan.
Endi xalifalikda masalan kimni xalifa qildi desangiz, Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan oldin masalan Muso alayhisalomdan keyin Umar ibn Xattob degani yoki Abu Bakr Siddiq degani shunaqa ummatlari qolib xalifa bo'lishi yoki Iso alayhisalomdan yoki undan oldingi payg'ambarlarni masalan ulardan keyin qanaqadir ularga ergashganlar xalifa bo'lishi yo'q edi. Buni qoidani o'zi yo'q edi oldin. Demak, oyati karima xalifa deyotgan paytda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo xalifa deyotganda bu sahobiylarda aytilyapti. Ya'ni sahobiylar xalifaligi. Inshaalloh bu hadisga ham o'tamiz. Bundan keyin bitta hadisni ham keltiramiz. Bu oyatga aloqador bo'lgan hadis. Demak, sahobiylar xalifa bo'lganlari kabi shunday xalifa qilishni va'da berdi. Kimga desangiz, tobiinlargami, tobiinlargami, xalifa bilan yashaganlargami yoki bizlargami degan savol paydo bo'ladi. Albatta bu oyat bizlarga aloqador bo'ladi, chunki mudarayat fe'lida gapiryapti Alloh subhanahu va taolo. Bu mudarayat va g'oyib. Ya'ni g'ayb hali voqelikka yo'q bo'lgan, voqelikdagi odamlarning holatini voqelikda yo'q bo'lgan odamlarga, hali zamoni kelmagan odamlarga aloqador bo'lgan gap. Shuning uchun 100% bu sahobalarga aloqador bo'lmagan gap. Ya'ni sahobalarga Alloh va'da bermayapti xalifa o'rnatishdi. Kimki bunaqa tafsir qilsa agar, qanaqadir shunaqa mufassirlar ham bor ekan, bu xato fikr, bu noto'g'ri fikr. Chunki oyatning voqeligiga to'g'ri kelmaydi. Endi oyatda Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida nima deyapti? Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'ni o'zi rozi bo'ladigan dinga, o'zi rozi bo'lgan dinga makon beradi, kuch-quvvat beradi, dinni oliy qiladi, xalifalik qiladi. Xavflardan so'ng amonlikni badal qilib beradi. Xavf degani o'zi nima? Xavf o'zi bir necha turga bo'ladi. Birinchi katta xavf bor. Bu diningizdan qaytarishlari. Ya'ni kofirlar sizni ustingizda turib, majburlab sizni dindan qaytarishga harakat qilishlari. Ikkinchisi, kelajak avlodni buzib tashlash. Sizda yosh go'daklaringizda sizni qo'lingizdan tortib olib buzib tashlash, ularga buzuq fikrlarni berish. Ularni shunaqa holatga keltirib qo'yishki, na o'zini tarixini, na o'zini Robbisini, na boshqa tiniq tushunadigan, anglaydigan shunday qilib qo'yishadiki, haligi tirik o'likka aylanib qoladi. Albatta bu xavf bu. Bu jahannamga yetaklaydigan yo'ldir bu. Va undan keyin ko'rasizki, haligi dinsizlar, qo'pol bo'lsa agar hezalaklarga o'xshaydigan hayvoniy haligi darajada yetgan shunaqa kelajakni vujudga keltirishadi. Albatta bu xavf bu. Bu hozirgi kunda bizning ustimizda turgan katta xavflardan biri. Kuni kech yotmasdan turib Allohning diniga qarshi kurashyapti. Allohning dinini yo'qotib, bizni farzandlarimizni butparast qilib qo'yib, qanaqadir o'tparastlar qilib qo'yib, ana shu afrikanslarni dunyo qarashini singdirib, shuni hayotga o'rgatib, shunaqa tushunchalarga targ'ib qilishyapti. Bu nima desak, bu xavf bu. Undan keyin uchinchisi masalan, islomga da'vat qilsangiz siz terrorist bo'lasiz, ekstremist 25 yil, 30 yil qamatishadi. Bitta kofirchi payg'ambar alayhisalomni so'ksa normal. Ularni so'ksa normal. U ketsa biron 2 oy ketishi mumkin, chiqarishadi. Lekin siz chiqib haqida gapirsangiz agar 25 yil ketasiz, 20 yil ketasiz. Bu nima desangiz, bu xavf. Soqolni normalni qo'ya olmaysiz. Hijobni kiyib normalni yura olmaydi ayollar. Itday osilib olgan tillaridan o'shaqa suvlar oqib, itday shunaqa qarab turishaveradi. Hech narsa anaqa qila olmaysizda. Biron narsani qilsangiz agar, darrov sizni terrorist, ekstremist deb avtomatchalarni ko'tarib, vahshiy qilib ko'rsatib, endi qo'ya olasiz. Shunga kelishadi. Endi haliga pampersi bormi, yo'qmi deysizda, unga qarab turib, birinchi siz qo'rqasizda, uni qilayotgan ishida qo'rqib ketasiz. Chunki uni yuzini ko'rib siz qo'rqib turasiz. Haligi shtoniga qo'ygan darajada shunaqa qarab turasiz. Siz tushunmaysiz nima uchun bunday qilyapti u. Ya'ni shunaqa sizni ustingizda xavflarni keltirib qo'yishyapti bular. Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Mana shu xavflardan keyin deyapti. Ana shu deyapti, amonlikni badal qilib berishni va'da beraman deyapti. Sabab nima desangiz, Alloh subhanahu va taolo oyatda davomida nima deyapti? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Menga ibodat qiladilar va sherik keltirmaslar. Arab tilini tushunadigan shunaqa birodarlarimiz bilishadi, shay'a so'zi bu degan ma'noni biladi. Narsa, bu narsaga degan ma'noni anglatadi. Boshqacharoq qilib aytganda, xalifalikda Alloh subhanahu va taolo tiklashni va'da berdi. Chunki xalifasiz yashash bu Alloh subhanahu va taologa shirk keltirish. Xalifalik bilan Allohga ibodat qilish.
Ya'ni ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ular menga ibodat qiladilar. Qanaqa ibodat desiz? Chunki xalifalik bu Allohga qiladigan ibodatdir bu. Allohning al-Hakim sifatini joyiga qo'yib, unga iymon keltirib, uni hayotda ko'rsatadigan narsa bu xalifalik bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo insu jinni o'ziga ibodat qilish uchun yaratdi. Yer yuzida xalifani yaratish uchun Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Insonlarni yaratdi. Shuning uchun xalifa bu o'ta katta narsani o'zini ichida oladigan bir tushuncha. Va xalifasiz shirk, ya'ni boshqa tuzumlar shirk. Chunki Qur'oni Karimda shay'a, mana shu xalifalik, mana shu xalifani sherik qilishmaydi. Chunki xalifasiz shirk degan ma'noni bildiradi. Va undan tashqari Alloh subhanahu va taolo ular uchun shunaqa dunyodagi maqsadni belgilab qo'ydi. Allohdan shunaqa dastur kelsa, uni tasdiqlab, u bilan yashagan odamlar saodatga erishadi. Undan yuz o'girgan odamlar nima bo'ladi? Ana shu badbaxt bo'lib, baxtsizlikka duchor bo'lib jahannamga kuyadi. Demak, hayotdagi maqsad Alloh subhanahu va taolo yaratib qo'ygan bu xalifalik bilan yashash. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni qonun qoidalarini hayotda ijro qilib, u bilan yashash va u zotning roziligini topish. Oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun." Kimda kim shundan keyin agar ishonmasa, ya'ni kufr keltirsa, ana o'shalar asli kofirlar, ya'ni fosiqlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Va man kafara, kimki kofir bo'lsa, bundan keyin ana o'shalar fosiqlar deydi. Ya'ni ham kofir ham fosiq degan lug'atda bu yerda ishlatilyapti. Kafara so'zi arab tilini tushunadigan birodarlar tushunishadi, bu madi fe'li, ya'ni o'tgan fe'l zamoni kafara so'zi. Va may yakfur deyilmayapti, ya'ni kimki keyin kofir bo'lsa deyilmaydi. Va may kafara o'tgan fe'l zamoni bu. Boshqacharoq qilib aytganda, inson qachon kofir bo'ladi desangiz, qachonki tushunib xalifalik haqiqatan bo'lishini anglab yetib keyin kofir bo'lsa degan ma'noni anglatadi. Ya'ni tushungandan keyin u tushunib yetib xalifalik bo'ladi. Mana shu xalifalik bo'lganini tushunib yetib anglab yetib keyin bunga kofir bo'lsa, ana shularni Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Ana shular fosiqlar dedi. Kofir degani bu inkor qiladigani, berkitish, noshukrlik qilish, shubhaga berilish, qarshi kurash, ya'ni boshqa g'oyani qabul qilib, Alloh aytgan g'oyani bir ketiga surib qo'yib, Allohning g'oyasiga, ya'ni xalifalik g'oyasiga qarshi kurashish, bu aynan shu kafara so'ziga kiradi. Ya'ni inson tushunib yetgandan keyin, bilib yetgandan keyin kofir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Fa ulaika humul fasiqun. Fa harfi bu qilayotgan ishi uchun, ya'ni mana shu sabab uchun, ana shu qilayotgan ishi uchun, ya'ni inkor qilgani uchun nima bo'ladi? U fosiq bo'ladi. Fosiq degani bu bir mevaga agar o'xshatsak, mevani masalan tashqi ko'rinishi o'ta chiroyli bo'ladi. Ya'ni ko'rib havas qilasizda. Uni ichini bunday ochsangiz agar eringlari chiqib ketaveradi, qurt yeb tashagan. Bu fisq bo'ladi ana shu. Ya'ni inson shunaqaki Alloh subhanahu va taoloni ahkomlarini tushunib yetgandan keyin, Alloh va'da berganini anglab yetgandan keyin inkor qilsa, haligi ichidagi ana shu marazlarni tashqariga chiqarganday bo'ladi. Va bundan tashqari nafsiga ergashgan, buzuqlikni iroda qilgan degan shunaqa ma'nolarni anglatadi yoki nafsiga qul odam degan ma'noni anglatadi. Kimda kim xalifalikni bilib turib, xalifalik bo'lmasa, bu xayoliy falsafa, xayoliy desa, Allohning va'dasiga xilof gapirsa, demak bu kofir bo'ladi bu oyatga. Chunki oyat sababan nuzulda, oyatning sababi nimada desangiz, aynan xalifaning tiklash va bunga va'da beryapti Alloh subhanahu va taolo. Xalifalikni tiklashdi, bunga yordam berishdi Alloh subhanahu va taolo o'zi va'da beryapti. Endi kimdir aytishi mumkin, va'dallohu allazina amanu minkum, Alloh sizlarga va'da beryapti, iymon keltirganlarga deb. Allohning va'dasi bu, bizga zarur emas bu. Bu haligi yashayveramiz, bu Alloh va'da beradi, o'zi qiladi deb Allohga to'nga qo'ysa, ularga aytmizki, Alloh subhanahu va taolo qiyomat bo'lishini ham va'da bergan. Alloh jahannam borligini ham ko'rishlarini ham va'da bergan. Alloh subhanahu va taolo insonni qaytadan tirilishini ham Alloh subhanahu va taolo va'da bergan. Bu degani Alloh va'da berdi, jahannam bor ekan, do'zax bor ekan, men hech narsani qilmayman, yashayveraman normal degan gap emasda. Bu va'dani o'zi insonni jiddiy harakatga soladigan va'dada Alloh va'da beryaptimi? Bunga shubha yo'q, buni qilish kerak degan aslida bu shu buyruqqa o'xshab ketadi. Bo'ldi, jannat do'zax va'dasi bor, bo'ladi, jannat do'zaxni yonboshlab yotaveraman deb
namoz o'qimaslik yoki haj zakot qilmaslikda bunaqa haligi qonun qoidani o'zi yo'qda. Alloh bitta narsani va'da bersa bo'ladi desa, bor desa, unga harakat qilish uchun aytiladi va uni o'ta muhimligini anglatadi. Qachonki inson agar bu narsalarga e'tiborsizlik qilsa, Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Ular deb fosiqlar deyapti. E'tiborsizlik qilsa, kofir bo'lsa agar, unga qarshi kurashsa, ularni fosiqlar deyapti. Fosiq degani bu jahannam ahli degan ma'noni bildiradi. Bu jannatga mazza qilib kiradi degan ma'noni anglatmaydi. Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, buni Ahmad rivoyat qilgan, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: innakum fin nubuwwati ma sha Allohu an takun, thumma yarfa'uha idha sha'a an yarfa'aha. ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. Bu hadisda ma'nosi shunaqaki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sizlar payg'ambarlik nubuvvat davrida yashayapsizlar. Ya'ni payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgan davrda yashayapsizlar. Alloh subhanahu va taolo qonunlarini payg'ambar orqali tushuntiradi va payg'ambar aynan boshqaruvchi, ya'ni xalifa bo'ladi. Madinada xalifalik aynan bu hadisda Madinadan rivoyat qilingan. Keyin buni tugashi bor. Ya'ni vaqt kelib turib tugab qoladi bu nubuvvat. Buni tugashi qanaqa desangiz, payg'ambar alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo dunyodan oldi. Bo'ldi, tugadi. Payg'ambar alayhissalom ketgandan keyin nubuvvat tugadi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo nima qildi desangiz, nubuvvatni ko'targandan keyin payg'ambarlik manhaji asosidagi xalifalik shunaqa davrini keltirib qo'ydi musulmonlar ustidan. Ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu va boshqa sahobiylar yashagan davrda aytiladi. Har bitta davrda bittasidan ikkinchisiga o'tish shunaqa bitta nimasi bo'ladi, sepochkasi bo'ladi. Ya'ni halqasi bo'ladi. Masalan, savol paydo bo'ladi, payg'ambar alayhisalom dunyodan o'tib ketdilar, sahobiylar bo'ldi, keyin payg'ambarlik manhaji asosidagi xalifalik bo'ldi. U tugagandan keyin nima bo'ldi degan savollar paydo bo'ladi. Inshaalloh mana shu narsalarni aytib o'tamiz bitta-bitta. Endi haj so'zi nimani anglatadi? Masalan, ko'p birodarlarimiz buni haj deganda haj bilan h harfi bilan h harfini ikkovini nima qilishadi? Ikkovini almashtirib gapirishadi va buni noto'g'ri ham tushunishadi. Haj deganda masalan hajjul bayt, baytga borib, ya'ni Makka ga borib haj qilishni tushunishadi. Bu bunaqa gap emas. Bu haj h, yengil h. Shuning uchun bu yerda ma'no nimada desangiz, buzish, sindirish, sindirib, ya'ni shu shovqin solib yo'qotish, qattiq shovqin ko'tarib yo'qotish yoki masalan to'lqin kabi shunaqa bir narsani yo'qotib tashlash. Boshqacha qilib aytganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misoli bir to'lqin kabi, misoli bir shovqin ko'targanday shunaqa bir butlarni, sistemalarni buzib tashladilar. Ya'ni insonlarning miyalarida qotib qolgan tushunchalarni buzib tashlab, shunaqa bir xavf solgan holatda, ya'ni kufr qaltirab qolgan holatda sistemasini yo'qotib tashladilar. Buni haj deydi. Min haj deganda, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sindirish yo'li bilan, buzish yo'li bilan, shunaqa vahima soldirish yo'li bilan, shunaqa bir trevoga qildirib, shunaqa odamlarni shunaqa bir arosatga solgan holatda shunaqa yo'qotib tashladilar. Ulardagi sistemalarni, nizomlarni, kufrni tushunchalarni. Mana shunaqa minhaj, mana shunaqa manhaj asosida xalifalarni qo'yib ketdilar o'zlaridan keyin. Shunaqa kufr sistemalarini sindiradigan manhaj asosida xalifalar boshqarishdi. Keyin Alloh subhanahu va taolo nima? Uni ham Alloh xohlaganday turdi, Alloh subhanahu va taolo xohlaganda uni ham ko'tardi. Endi Alloh subhanahu va taolo hamma narsani o'zi qilaveradi desangiz, bu xato bu. Chunki har bitta tepada aytganimizda har bitta bo'layotgan ishni oqibatida qanaqadir bir sabablar borda. Nima sabablar uchun bu ish bo'ldiki, Alloh ko'tardi degan savolda bu yerda. Masalan, Alloh subhanahu va taolo boshqa nimada oyatda agar ko'rsangiz agar, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim degan oyat bor. Aniqki biron qavm o'zlarini holatini o'zgartirmasa, Alloh o'zgartirmaydi degan. Endi savol fikr bilan tafsiri shunaqa, lekin oyatda ma'no nima desangiz, insonlar o'zlari harakat qiladi bir narsani o'zgartirishga, oxirgi etap Alloh subhanahu va taolo baribir o'zgartiradi.
Chunki Alloh o'zgartiradi oxirgi etapda. Uni Alloh o'zgartirishi uchun insonlar bo'ladigan narsalarni o'zlari qilishadi, sabablarni o'zlari qilishadi. Alloh ko'taradigan holatga o'zlari keltirib qo'yadi. Aniq kitob biron qavm o'zlaridagi holatlarni o'zgartirmasa, Alloh o'zgartirmaydi deyiladi. Ya'ni o'sha bo'layotgan muammolarda insonlar o'zlari harakat qilib, uni buzib burib yoki isloh qilib, harakat qilib nima qilmasa, Alloh subhanahu va taolo uni oxirgi etapini o'zgartirmaydi. Yo nusrat yoki buzib tashlash Alloh subhanahu va taoloning qo'lida oxirgi etapi. Xalifalik ko'tarilishi masalan Usmoniy xalifalikka davr hatto yetib keldi. Endi chalkashgan edi. O'ta ham g'alati holatga tushib qolgan edi xalifalik, xalifaga o'xshamas edi. Bir monarxiya, anarxiyaga o'xshab ketgandi oxirgi etaplar. Shu holatga davr kimlar buni qildi desangiz, buni insonlar, ya'ni musulmonlar o'zimiz shunday qildik. Ichimizda hatto sahobalarni davridan boshlanib fitnalarni masalan, undan tashqari davlatni talashib, tortishib, bir-birini nima qilib, shunaqa fitnalarni qo'zg'atib, musulmonlarni o'zlari sababchi bo'lgan. Aslida biz o'zimiz bu xalifalikni yo'qotganmiz. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin sahobiylar xalifalik davlati bilan boshqarganlari va xalifalikni ham buzib tashlashga ham bizlar o'zimiz odamlar, ya'ni musulmonlar o'zlari sababchi. Tushunchalar o'zgarib ketgan. Alloh subhanahu va taoloni farzlariga be'tiborlik qilish, Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalarni umuman mensimaslik, haqiqatga nisbatan o'ta xuluq muomala bo'lgan musulmonlarning ichida. Shunda Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Ko'tardi buni. Usmoniy xalifalikka yetib kelgandan keyin nima ko'tarildi bu? Uning sabablari nima desangiz, musulmonlarning tushunchalari o'zgardi, dunyoga muhabbat kuchaydi, o'limdan qo'rqish paydo bo'ldi, shunaqa vahimlar yuraklarga kirib oldi. Shunda nima qildi? Kofirlar bosib olishdi. Endi Alloh subhanahu va taolo undan keyin qanaqa holatni biz ustimizga keltirib qo'yadi desangiz, bu inson tarixi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridan qiyomatga davr bo'ladigan tarixda aytiladi bu hadis sharifda. Keyin summa takunu mulkan adda fayakunu ma sha Alloh an yakun summa yarfa'uha idha sha'a an yarfa'aha. Undan keyin xalifalik buzildi dedik. Undan keyin nima bo'ladi desangiz, mulkan adda. Ya'ni addo degani tishlash, ushlab sizni tishlab olib qonaytirib tashlash. Yoki yopishib olib sizni shunaqa bir barmoqlaringizni tishlash yoki o'zini barmog'ini tishlash degan ma'noni anglatadi. Yoki chiqish degan ma'noni anglatadi. Yoki masalan qonaytirib sizni badanlaringizni irtib tashlash degan ma'noni bildiradi. Endi xalifalik ketdi deganda qanaqa tuzum keladi desangiz, albatta xalifalik, ya'ni odillik ketganda, Alloh subhanahu va taoloning hukmlarini ijro qiladigan davlat yo'q bo'lganda kim keladi desangiz, albatta addo keladi, mulkan addo bo'ladi. Ya'ni zo'ravon podshohlik desak, zo'ravon podshohlar bo'ladi. U zo'ravonlik qanaqa desangiz, odamlarni inkvizatsiyaga uchratdilar. Masalan, musulmonlarni dinlaridan qaytarish uchun musulmonlarni ho'kizga o'xshaydigan shunaqa temirdan qilgan shunaqa qoliplarga kirdirib, ustlaridan qulflab, pastidan shunaqa olovni yoqib, tiriklay yoqishardi. Keyin buni boshqalarga bu biz haligi kohinlarni, folbinlarni, sehrgarlarni shunday qilyapmiz deb Yevropada shunaqa aytishardi, lekin u musulmonlar bo'lgan. Boshlarini chopib tashishardi. Asosan mana shu Yevropada o'ta qattiq qonunrezliklar bo'lgan. Aljerda masalan qanday musulmonlarni qirib tashlashdi. Bu mulkan addo edi ana shu. Ya'ni odamlarni qonlarini to'kib, zo'ravonlik qilib, shunaqa tishlaydigan holatda, endi tishlaydigan majburlab, shunaqa boshqaradigan shunaqa davr keladi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin summa takunu jabriyya. U ko'tarilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo xohlagancha davom etadi. Uni ham tugashi bordi, chunki odamlar ko'tariladi. Zulm bo'lyapti, qachongacha buni nima qilamiz deb, haligi diniy odamlar, dunyoviy odamlar deganlar ko'tarildi. Bu din shunaqa bo'lyapti, biz dinga qarshimiz deb turib, dinni siyosatdan ajratib qo'yishdi. Din siyosat emas degan tushuncha kelib qo'ydi. Buni jabriyya deyiladi ana shu. U ko'tarildi, chunki insonlarning tushunchalari unga nisbatan ham o'zgardi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Summa takunu jabriyya. Fatakunu ma sha Allohu an takun, summa yarfa'uha idha sha'a an yarfa'aha. So'ngra jabriyya bo'ladi. Jabriyya qanaqa desangiz, zo'ravonlik. O'zining zo'ravonligini, o'zining buzg'unchiligini qonun asosida qonunlashtirib insonlarni boshqarish.
insonlarni zo'ravonlik bilan suyagini sindirish ham bu ana shu nimaga kiradi, jabrga kiradi. Insonlarga jabr yetkazadigan, insonlarni xohish irodalariga qarshi boshqaradigan, tajovuz qiladigan, mol mulklarini tortib oladigan va bu narsalarni qonuniylashtirib, qonun asosida shunaqa jabr yetkazadigan shunaqa podshohlar bo'ladi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin bu podshohlar hozir biz yashaydigan davrda, bundan oldin bunaqa podshohlar bo'lmagan, jabriya bo'lmagan. Aldo bo'lgan, lekin jabriya bo'lmagan. Jabriya hozir biz yashab turgan davrda jabr yetkazadi. Haligi odam o'ldiryapti, odamni nima uchun o'layotganini bilmaydi odam. Nimaga desangiz, haligi tushunchalar o'zgarib ketgan. Odamlarni halol va harom o'lchovlari, zulm va yaxshilik o'lchovlari o'zgarib ketgan. Odamlarni begunoh o'ldirganlarini qonuniylashtirib o'ldiradi. Chunki bu jabriya deyiladi bu. Ana shunaqa davr keladi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi undan keyinchi desangiz, undan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Fatakunu khilafatun ala minhaj an-nubuwah." Diqqat e'tiborli qaratinglar. Fatakunu khilafatun ala minhaj an-nubuwah. So'ngra payg'ambarlik manhaji asosidagi xalifa qaytadi yana dedilar. Fatakunu yana bo'ladi dedilar. Qaytadi emas, bo'ladi. Chunki qaytadi so'zi emas, bu yerda boshqa hadisda aytilgan. Keyin summa sakata, so'ngra sukut qildilar. Sukut degani bu oxir zamon degan ma'noni bildiradi. Bu yerda boshqa hech narsa bo'lmaydi degan ma'noni anglatadi. Lekin payg'ambarlik manhaji asosidagi xalifalik yana qaytadi. Payg'ambarlik manhaji asosidagi xalifalik nima edi? Odamlarni tushunchalariga, dunyo qarashlariga qarshi kurash, zulmni, zo'ravonliklarni sindirib tashlash. Butlarda, ya'ni but deyotganimizda biz oddiy haykalda aytmaymiz, sistema ham butga kiradi. Masalan, demokratiya bu butda bu. insonlarni masalan ilohlashtirish bu butga kiradi. Alloh subhanahu va taolodan boshqaga ibodat qilish bu but bo'ladi bu. Endi but deyotganimda shunaqa umumiy lug'atni tushunishlaringiz kerak. Men but deyotganimda haykalda aytmayapman, umumiy gap bu. Shunaqa insonlar ulug'laydigan butlarni sindirib, parchalab tashlash shunaqa yo'li bilan yana xalifalik qaytadi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Kimki xalifalik qaytmaydi, u zarur emas desa, tepadagi Jabriya yoki mulkan addoga aloqador bo'lgan odam bo'ladi. Yoki xalifalikni tiklaydigan, xalifalikka harakat qiladigan toifadan bo'lishi mumkin. 3 toifada bor-da bu yerda. Chunki birinchi toifa odamlar yo'q bizda hozir yonimizda, oldimizda yo'qda. Birinchi toifa odamlar masalan sahobiylar, tabi'inlar, to xalifalik qo'llab ketgunga davr masalan ummat yo'q davr ular. Endi mulkan addoga yashab turgan odamlar bor. Haligi Xitoylarning zo'ravonligini ko'radigan ba'zi joylarda hozirgacha mulkan addo bor. Yoki kommunizm davri ham mulkan addo bo'lgan. Mana shu davrni ikkitasini qorishib, ikkinchi davrga o'tgan davrda biz yashayapmiz. Va Allohning izni ila ikkinchisi ana shu jabriyat tugab ketayotgani, biz uni sindirib borayotganimizga ham, bunga ham Allohning izni ila biz shohid bo'lyapmiz. Shuning uchun inson, bugungi kundagi insonlar yoki mulkan addo o'sha tushunchaga aloqador bo'lgan, ma'qullaydigan o'sha safdagi odamlar yoki mulkan jabriyaga aloqador bo'lgan yoki xilofatun ala minhajun nubuvaga harakat qiladigan odamlar. Chunki minhaj qanaqa edi? Bu butlarni sindirish bilan, bor bo'lgan sistemalarni sindirish bilan, bor bo'lgan ana shu insonlar ulug'laydigan, ma'buda deb biladigan narsalarni yo'qotish bilan, ularni larzaga solib terrorizm, ekstremizm, separatizmga qarshi kurashyapmiz deb avtomatlarni, orujalarni ko'tarib, ishtonlariga qo'ygan darajada keltirib, ularni tushunchalarini, sistemalarini, nizomlarini sindirib, shunaqa qilish bu payg'ambarlik minhoji asosidagi xalifalikka aloqador bo'lgan narsa. Yoki shu guruh odamlarga aloqador bo'ladi yoki tepadagi ikkita guruh odamga aloqador bo'ladi. Endi boshqasi yo'qdir. Shunaqa bo'lishi mumkin, boshqasi yo'q. Hadis, masalan, hadis bormi, qanaqadir qat'iy hadis deyotganda, mana shu qat'iy hadis butun tarixda aytgan kimki mana bu hadisga, aynan bu hadis Alloh subhanahu va taoloning aytgan oyatlariga aloqador bo'lgan, ya'ni Nur surasiga aloqador bo'lgan hadis bo'lgani uchun buni uni inkor qilish bir xilda, chunki buni haligi qat'iyatini oyat dalil keltiradi, chunki Alloh va'da beryapti-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, shu bo'ladi deyaptilar. Allohning va'dasi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarixda aytib o'tgan shu hadislari bor va bu qancha zarur ekanligini ko'rsatyapti bizga. Yana eshitgan bo'lsangiz, o'sha yerda amri ma'ruf nahi munkar uchun so'raladi inson, e'tiqod uchun so'raladi, amallar uchun so'raladi deyiladi o'sha yerda. O'sha inson aytibdilar. Endi
u insonni o'zi masalan e'tiqod amallar deyotganda, amri ma'ruf nahiy munkar deyotganda bu nimaga kiradi desangiz, bu din degan tushuncha bu. Amri ma'ruf nahiy munkar qilish, ibodatlar masalan, hammasi bu nimaga kiradi desangiz, bu dinga kiradi. Ya'ni turmush tarziga kiradi. Alloh subhanahu va taolo sizdan so'raydimi qiyomatda, demak bu turmush tarzingizni qanday turmush tarz bilan yashaganingizni so'raydi-da qiyomatda. Alloh so'raydi bizning amallarimizdan to'g'ri deyapti-da o'sha odam. Demak bu din. Din deganda insonning amallarini o'lchaydigan, inson o'z amallarini qiladigan va uchta aloqani o'zini ichida oladigan tushuncha bo'ladi. Alloh bilan aloqa bo'ladi, insonlar bilan qilinadigan aloqa, jazo choralar, yoki nikoh masalalari, masalan siyosat kabi shunaqa narsalar. Yoki insonni o'zi bilan o'zi qiladigan axloqiy masalalari bu dinga kiradi. Demak Alloh subhanahu va taolo dindan so'raydi, qaysi dinda ekanligingizni. Amri ma'ruf nahiy munkar deganda bu islomga aloqadorda bu. Alloh subhanahu va taolo bunga nima deyapti? Oli Imron surasining 85-oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Albatta kimki islomdan boshqa dinni o'ziga iroda qilsa, ya'ni xohlasa, Alloh subhanahu va taolo uni hech qachon qabul qilmaydi va qiyomatda u xosirinlardan bo'ladi. Endi o'ta shiddatli gap bu, o'ta bir buni tafsir qilsangiz o'ta inson o'zi qo'rqib ketadigan bir tushunchada o'zi. Minal xosirin degani, masalan inson bitta narsani to'g'ri deb 100% masalan namozim qabul bo'ladi. Alhamdulillah men musulmonman, Allohga ibodat qilyapman, zo'r yashayapman, Allohning dini bilan deb bitta narsani to'g'ri deb qattiq ushlab yurganda qiyomat kunida bu bo'lmaydi, bu zalolat edi deb yuzingizga unda aytishi bu xosirin bo'ladi. O'ta ham bir qattiq zarar inson uchun. Masalan, xusron degan zararlar har xil bo'ladi. Xusur degani bor, xusron degani bor, xosirin degani bor. Xosirin degani o'ta shiddatli, eng oxirgi zararlardan, o'ta qattiq zararlardan biri. Bu inson qo'rqib ketadigan zararlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo shuni bu yerda ishlatyapti. Kimdaki islom dinidan boshqa dinni qabul qilsa, ya'ni sekularizm dinini, din siyosat emas, Allohning aqli yetmaydi, biz o'zimiz hayotga qonun-qoida ishlab chiqaramiz desa, yoki ateizm dinini, yoki demokratiya dinini, Alloh subhanahu va taoloni hokimiyat sifatini yo'qotib, Alloh subhanahu va taolodan boshqacha qilib aytganda, qo'polroq qilib aytganda tortib olib, insonlarga berib, sizlarning aqllaringiz yetadi, sizlar al-hakimsizlar, Allohning aqli yetmaydi degandek qilinadi inson. Shunaqa yondashishga o'xshab ketadi, nauzubillah. Bu o'ta jiddiy narsa. Alloh subhanahu va taoloni maxluqotlariga aloqasi yo'q. U zot insonlarga qonun qoida chiqarishga hech qanaqa qurbiyati yetmaydi degan ma'noni anglatadi-da, endi boshqasi yo'q-da buni. Shunaqa dinni qabul qiladigan odamlar islomni qo'yib, ya'ni Allohning hukumatini bir chekkaga surib qo'yib, boshqa shunaqa insonlar o'ylab chiqargan shunaqa dinni qabul qilib, unga e'tiqod qilsa, yahudiylik bo'ladi, nasroniylik bo'ladi, farqi yo'q boshqasini. Mana shunaqa insonlar bular deyapti Alloh subhanahu va taolo, nima xosirin deyapti. Bular mana shu to'g'ri deyotgan narsalari qiyomatda basharalariga uriladi, habata bo'lib ketadi, yuziga uriladigan narsa. Shunda biz aytamizki, amri ma'ruf nahiy munkardan so'ralsa, insonlarning amallaridan so'ralsa, albatta xalifalik bilan yashash ham, Alloh subhanahu va taoloning qonun qoidasini ijro qilish ham bunga kiradi. Amri ma'ruf kiradi. Amri ma'rufga kiradi. Chunki amri ma'ruf nahiy munkar qilish bu birinchi til bilan bo'ladi. Ya'ni amri ma'ruf qilish tushuntirasiz. Aslida amri ma'ruf qilinmaydi, til bilan gapiriladi, va'z qilinadi. Chunki amr qilish bu til bilan agar aytsangiz agar bu buyruq bo'ladi, qil deyiladi. Qilmasa agar buni orqasida keyin uni jazolash bor. Agar jazola olmasangiz, ya'ni jazolash imkoniyati bo'lmasa, unda nima bo'ladi desangiz, haligi gapirgan gapingiz, buyruqingiz bu amrga kirmaydi. Odamga aytasiz, qil deysiz, qilmasa, pashol deb ketaversa agar bu buyruq bo'lmaydi, amr bo'lmaydi. Amrda orqasida jazolash bor. Uni urish, uni jazolaysiz. Davlat darajasida qanaqadir qonun qoidalar ishlab chiqaradi unga qarshi. Shunda amr deganda bu aynan jazolash ham uning ichiga kiradi. Amri ma'ruf deganda ma'rufga amr qilinadi, qil deyiladi. Qilmasa agar uriladi, jazolanadi. Amri ma'ruf qilish, ya'ni va'z qilish til bilan bo'ladi yoki qo'l bilan bo'ladi. Amri ma'ruf qo'l bilan bilamiz, bu davlat darajasida bo'ladi. Jihod bilan bo'ladi yoki masalan davlatning ichida masalan namoz o'qimaydiganlarni daralash kabi zinokorlarni misol yoki sudxo'rlarga shunaqa jazo berish yoki mana shu qaroqchilarni, o'g'rilarni hammasi shunaqa jazolash, bu umumiy qilib bu qo'l bilan ma'ruf qilishga kiradi.
endi yurak bilan norozi bo'lishi bor. Buni eng iymoni zaifi bu umuman haligi bu hisob kitob qilinmaydigan narsa. Amri ma'ruf shunaqa. Til bilan yoki qo'l bilan qilinadi. Shunda qo'l bilan qilish ham bu islom ahkomlariga kiradi. Ya'ni xalifalik bilan qilinadi. Xalifalik bo'lmasa agar buni qilib bo'lmaydi. Endi inshaalloh bunga yana to'xtab o'tamiz, bunga dalillarni keltiramiz. Haligi amri ma'ruf nahi munkar, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning qonun qoidalari bilan yashash degan masalaga to'xtab o'tamiz. Bu zarurmi desangiz, bu zarur bu. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir nechta oyatlarda buni ochiq aytib o'tgan. Masalan, Moida surasining 44, 45, 47 oyatlarida shunaqa aytib o'tamiz hozir. 44-oyatida Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Kimda kim Alloh nozil qilgan narsa bilan, ya'ni Qur'oni Karim bilan hukm yuritmasa, u kofirlar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Endi 45-oyatini qarasangiz, Alloh subhanahu va taolo ovoz kelmay qoldi. Mansurbek endi eshitilyapti. Oyatni boshqatdan ayting. Shu svaz menimcha uzilyapti. Alloh subhanahu va taolo Moida surasining 44, 45, 47 oyatlarida shunaqa marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Kimda kim Alloh nozil qilgan narsa bilan, ya'ni Qur'on Karim bilan hukm yuritmasa, ular deyapti kofirlar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni haqni berkitadiganlar, noshukr qiladiganlar. U kofirlar bilamizki, insonlarning eng yomon insonlardan, ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularni hayvonlardan eng hayvonlar dedi. Eng yomon hayvonlardan deb turib aytdi kofirlar, u hayvonlardan ko'ra yomon. Keyin Alloh subhanahu va taolo 45-oyatida nima deyapti? Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humuz zolimun. Kimda kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm yuritmaydi, ular zolimlar dedi. Zolimlar degani zulmga yetaklaydigan, zo'ravonlik qiladigan, nohaqlik qiladigan, adolatsizlik qiladigan. Oqni qoraga bo'yab, qora bilan boshqaradigan, oqni yo'qotishga harakat qiladigan shunaqa zolim kimsalar deb Alloh subhanahu va taolo. Uchinchisi Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Uchinchi sifatida 47-oyatida va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul fasiqun. Kimda kim Alloh nozil qilgan narsa bilan boshqarishmasa, ular kim? Ular fosiqlar dedi. Man so'zi umumiy gap. Masalan, bu yerda ular aytishlari mumkin, bu yahudiylarga tushgan deyishlari mumkin. Ha, oyat yahudiylarga tushgan. Men buni bizlarga ham aloqador ekanligini bunda bitta misol bilan tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, bitta zavodda ishlaysiz. Bitta zavodda ishlaymiz. Masalan, musulmonlar bir to'da, bir guruh, yahudiylar bir to'da, nasorolar bir to'da, ateistlar bir to'da, hamma ishlayapti bir zavodda. Keyin bitta yahudiy qanaqadir bitta narsani buzib tashadi. Chunki ularda yahudiylik tushunchalari bo'yicha o'sha narsani, masalan, bironta stanokni buzib tashlash normal, yaxshi u. Keyin shunday xo'jayin keladi, aytadi, kim buzdi desa, mana bu yahudiy buzdi desak, u shunaqa bekityapti qo'li bilan o'sha narsani. Keyin o'sha katta chiqib nima deydi? Kimda kim meni qonunlarimga rioya qilmasa, shunaqa yana buzib tashlasa, ana shularni tepib yo'qotaman desa, bu yahudiyga tegishli bo'ladimi desangiz, yo'q, bu umumiy gap, hammaga tegishli bo'lgan gap bo'lib qoladi. Oyatda shunaqa tushunish kerak. Yahudiylar shikal qilishdi, yahudiylarga nisbatan tushgan bo'lsa, oyat umumiy man so'zi bor. Chunki man so'zi bu hammaga aloqador va aynan boshqaruvchilarga, siyosatchilarga aloqador. Bu oddiy insonga aloqador emas. Hukm chiqaradigan, hukm yurg'izadigan shunaqa odamlarga aloqador bo'lgan gap. Ko'toq qilib aytganda, kimda kim Alloh subhanahu va taoloning qonun qoidalari bilan, shariati bilan boshqarmasa, hukm yuritmasa, ular kofirlar yoki zulmat yetakchilari yoki hayvoniy hayotga targ'ib qiladigan, shunaqa jahannamga yetaklaydigan shunaqa toifalar. Endi savol tug'iladi. Alloh subhanahu va taoloning qonun qoidalarini tatbiq qilish kimga qo'yib bergan? Shos qiladimi buni? BMT qiladimi? Yoki Mirziyoyev prezident qiladimi? Yoki Shara qiladimi buni? Prezident qiladimi? Yoki Saddam Hussein haligi Erdo'g'an qiladimi? Yoki Makron qiladimi buni? Makron boshqaradimi Allohning qonun qoidalari bilan? Kim boshqaradi? Kim desangiz, chunki islom o'zi o'lchab bergan odam borda, kim boshqarishi. Buni xalifa deyiladi.
Bitta inson chiqib turib men xalifa desa, keyin demokratiya bilan boshqarsa, bu kechqurunda kunduz deb yurgan odamga o'xshab ketadi. Bu tomi ketibdi deysiz. Masalan, bitta inson musulmonman deb turib butga borib ibodat qilaversa nima deysiz? Bu tomi ketibdi. Qanday qilib islom bu islom emas deysizda? Chunki islomda o'zining o'lchovi bor. Musulmonda o'zining qiladigan ishlari bor. Xuddi shunga o'xshaydi. Boshqaruvchi ham men prezident desa, bu sekularizm bilan boshqaradigan odam bo'lib qoladi. Men masalan monarxiya bilan boshqaraman desa, bu qanaqadir qurollarga aloqador bo'lgan, valiahdga aloqador bo'lgan shunaqa odamlar. Masalan, bittasi chiqib men imperator desa, bu imperiyaga aloqador bo'lgan, Xitoyga aloqador bo'lgan shunaqa boshqaruvchi bo'ladi. Endi bu oyat kimga aloqador, kimga taalluqli desangiz, bu albatta bu xalifaga taalluqli. Bu xalifa boshqaradi Alloh subhanahu va taoloning qonun-qoidalari bilan. Demak, Alloh subhanahu va taoloning qonun-qoidalarini hayotga tatbiq qilish uchun xalifaning bo'lishi zarurmi, yo'qmi degan savolda ularga. Xalifa zarur deyotganingizda mana sizlarga savol. Alloh subhanahu va taolo mana shu suraning 49-oyati nima deydi? Va anihkum baynahum bima anzalalloh va la tattabi' ahva'ahum wahdharhum ay yaftinunaka an ba'd ma anzalallohu ilayk. Ularni deyapti, yana odamlarni Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilgan, ularni o'rtalarida deyapti Alloh subhanahu va taolo boshqargan, siyosatni yurg'izgan deyapti Allohning nozil qilgan narsasi bilan. Ular tattabi'ahva, ularda havoy nafslariga ergashmagan, ya'ni demokratiyalariga, ya'ni o'rtacha murodsozlik qilishga, bu narsalarga ergashmagan. Vahzarhum, ulardan hazar qilgin deyapti Alloh subhanahu va taolo. Nimaga desangiz, seni fitnaga solib qo'yishadi deyapti. Allohning ba'zi nozil qilgan oyatlarini inkor qilishga seni undaydilar. Ya'ni din siyosat emas deb, qanaqadir narsalarni dindan qabul qilib, qanaqadir yarmini inkor qilib, shunaqa holatga seni keltirib qo'yishlari mumkin. Mana bu narsadan ehtiyot bo'l deydi. Kimga aytilyapti oyat? Mirzayevga aytilyapti misol. Mirzayev ehtiyot bo'lishi kerakmi? Uni Allohning shariatidan kimdir to'sadimi uni? U o'zi islamofob bo'lsa misol. Yoki boshqa tog'utlarga aloqadormi kimga desangiz, bu aynan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qolgan xalifalarga, Payg'ambar alayhissalomning o'zlariga va bizlarga xalifalikni qurishimizga aloqador bo'lgan gap. Buni kim qiladi? Shariatni kim tatbiq qiladi? Agar xalifalik zarur bo'lmasa, bu oyatlarni kim hayotga ijro qiladi? Menga ijro qiladigan odamni ko'rsatinglarchi. Alloh subhanahu va taoloning hukmi bilan ijro qiladigan o'sha davlatda o'zi bormi umumiy? To'g'ri, qanaqadir yarim chala-chulpa bor, Afg'onistonga o'xshaydigan chala-chulpa, bu o'zlari aytishadi, biz islomiy davlat emas deydi. Biz amirlik davlat deydi. Chunki islomiy davlat desa, bu xalifalik bo'lishi kerak. Masjidul Aqsoni ozod qilish kerak, jihod e'lon qilish kerak, Amerikaga boshqa joyga nima qilish kerak, haliga hujum qilish kerak o'zi. O'tirmaslik kerak. Ular yo'q deyapti-da. Shuning uchun islomiy davlatda o'z birinchida yo'q. Mana bu oyatlarni kim ijro qiladi? Kim bo'lishi zarur? Kim kerak deydi. Mana shu savolda endi uchinchi masala bor edi, yana bitta masala bor edi. Oyat hadislariga xilof ekan xalifalikni tiklash. Biz oyat hadislarni keltirdik bu yerda. Bironta ulamolarning fikri yo'q ekan, ulamolar va oyat hadislariga qarshi ekan. Bu fantaziya, men bunga to'xtatmayman. Har bitta doldir chiqib, doldira biron gap gapirsa, soatlab bunga qidirib dalillar keltirib, buni qilishimiz o'zi noto'g'ri. Xilof degan gapning ma'nosi nima desangiz, bitta narsa ikkinchi narsaga teskari holatda turishi. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo xalifalik bo'lmaydi desa, bunga bo'ladi desangiz, bu ixtilof bo'ladi. Xilof bo'ladi. Yoki masalan bitta ulamo chiqib turib xalifalik umuman bo'lmaydi desa, ulamo, men u umalolarni aytmayapman. Umalah degan bor, ulama degan borda islom nima arab tilida. Ulama degani bu payg'ambarlarga ergashgan, payg'ambarlarga aloqador bo'lgan ilmli insonlar degan ma'noni bildiradi. Umala desangiz, o'zini qilayotgan ishlari uchun pul oladigan, tama qilib so'raydigan, davlatga ishlaydigan, birovlarning nafsiga qarab ishlaydigan odamlarni umala deydi. Ya'ni shunaqa amallar uchun pul oladigan shunaqa odamlar. Bunaqa amallari uchun pul oladigan, bunaqa tog'utlarga xizmat qiladiganlar aytayotganmiz, biz ularni ulamo demaymiz. Ulamolar kimligini biz oldin aytib o'tganmiz. Shuning uchun ulamolarning fikrini hali deb bilmayman-da, bittasi keltirmanda. Masalan, Imom Azam xalifalik umuman bo'lmaydi, Imom Shofiy xalifalik bo'lmaydi, bu hammasi fantaziya degan bitta fikrni keltirsin. O'zlarining masalan munofiqona umalolarni keltirmasin, ulamolarning fikrini keltirsin. Shuning uchun mana bu gapi, bu fantaziya, bu noto'g'ri gap, bu bir voqelikka to'g'ri kelmaydigan. Biz oyatdan keltiryapmiz xalifalik bo'lishi.
Xalifalikda Alloh va'da berdi. Bunga iymon keltirmagan, bunga kufr keltirgan fosiq bo'ladi. Buni sababan nuzularini ham aytib o'tdik inshaalloh. Kim eshitmagan bo'lsa, keyin buni osta-osta boshidan eshitib olasizlar. Mavzuyimizni inshaalloh shu bilan tugatdik. Keyin savol-javoblar bo'lsa, endi inshaalloh savol-javoblar qilamiz. Alloh ajringizni bersin Mansurbek. Astoydil kirishibsizda. Qattiq tegibdi-yu aka. Birodaringizni sha'nini himoya qilganingiz yoki islomda himoyasiga turganligingiz albatta bu maqtovga sazovor. Alloh ajringizni bersin. Lekin men o'ylayman, bunaqa insonlar bilan o'zi javob qilganingiz juda yaxshi bo'ldi. Lekin mana shu insonlarga e'tibor bermagan to'g'ri bo'larmikin deyman-da Mansurbek bir tomondanchi. U qanaqa uslub desangiz, Ar-Rahmon surasini o'qisangiz, bitta oyatni necha bor takrorlagan. Fabi-ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Yana Allohning qanaqa ne'matlarini inkor qilasizlar deydi. Takror endi o'qiyorasiz. Haligi o'qiyotgan odam takror nima uchun Alloh subhanahu va taolo buncha takrorlaydi degan savol ham paydo bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini juda yaxshi biladigan zotda. Masalan, bitta insonning tabiati shunaqaki, insonga bir marta gapirsangiz ahamiyat bermasligi mumkin. Ikkinchi marta masalan, "Unday qilma, bu chuqurga tushib ketasan" desangiz, yana unga qaytarib yana bir necha vaqtdan keyin qaytarib "Unday qilmagin, chuqurga tushib ketasan." Yana bir necha vaqt o'tgandan keyin "Bunday qilmagin, chuqurga tushib ketasan" deb qaytarsangiz, haligi 10 ta gapingizdan bitta gapingiz yetib boradi. Yetib borgandan keyin bitta gapingizni o'zi yetarli darajada bo'lishi mumkin. Shunaqa insonlar ham bor. Bitta gap unga yetarli darajada emas. Unga qaytaraversangiz, keyin unga yetib boradi. Alloh subhanahu va taolo qaytargani shu. Hali kofir bo'lsam, qatib qolgan bo'lsam, bunday olib turib qo'li bilan ahamiyat bermasdan o'qib ketaversa, Allohning qaysi ne'matlarini inkor qilasan deb qaytarib bittasiga ko'zi tushib qolishi mumkin-da turib bunday. Bu yerda yana haligi daryoni ikkiga bo'linishi va boshqa mo'jizalarni Alloh subhanahu va taolo aytib o'tgan. Endi inson fikrlaydi, keyin bir yetib borishi mumkin. Yetib borish uchun Alloh subhanahu va taolo qaytaradi. Shuning uchun ba'zan mana shunaqa odamlarga biz qaytarib javob berishimizning sababi shu. Haligi odamga balki yetib borishi mumkin, Alloh bilguvchiroq, lekin uni qabul qilmasligi aniqda, lekin uni orqasida turgan auditoriya bor. Xolis odamlar bor, ularni siz bilmaysiz. Ular siz ko'rmagan, sizni juda yaxshi taniydi. Haqqingizga duo qiladi, shunaqa kuzatishadi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ana shu insonlar uchun asosiy bizning da'vatimiz mana bunaqa oyatlar ham bor. Mana bu narsalarga ham tafakkur qilish kerak degan shunaqa yondashuv bilan yondashyapmiz-da, debdi akam. Joningiz sog' bo'lsin, akajon, joningiz sog' bo'lsin. Bo'lmasa men birinchi savolni beray. Hali qitarmaydigan savollar. Misol mana shu insonlar o'sha gapirgan videodagi yigit bo'lsin yoki o'sha mashhur domlalari bo'lsin, o'sha ijtimoiy tarmoqda yoki xalq ichida bir avtoritetni hurmat ehtiromda olgan domlalari bo'lsin. Bular misol uchun Hizbut Tahrirga qarshi chiqib gapiradi yoki boshqa narsalarda chiqib gapiradi. Ammo lekin hukumatni ana shu xodimlari uyma-uy yurib Qur'on o'rgatayotgan odamlarni qo'lga tushirib, jinoyatchi qilib, qoralab, yomonotlik qilib olib chiqyapsa, bu haqda gapirmaydi. Yoki Qur'on o'qitganligi uchun hatto 80 ga kirgan kampirlarni jazolayotsa ham yoki haligi 4 oylik farzandi bor, emizadigan farzandi bor, onani farzandidan ajratib olib borib qamab qo'ysa ham bu haqda gapirmaydi, lom-mum deyishmaydi. Lekin o'zlarini musulmonmiz deydi, Qur'ondan gapiryapman deydi, hadisdan gapiryapman deydi. Mana shu Qur'onni o'rgatayotgan insonlarda, hadisni o'rgatayotgan insonlarda jinoyatchi deydi. Hatto o'zini mahallasida bo'lsa ham. Bo'pti, endi Mahmudjon tashqarida ekan, chiqib ketib turib gapiryapti ekan, haligi tepada turgan dodalarini gapirib qo'yyapti ekan, bunday qilib aytganda. Lekin ko'zingni oldida mahallendagi 80 ga kirgan kampirda yoki haligi kelindi yo o'sha uyda dars berayotgan musulmon yigitlarda nimaga tarafini olib chiqmaydi mashalar? Birortasi chiqib aytmaydi, "Ey hukumat, ey xalq ko'zingni och, mana hukumatni qilayotgan ishini qara. Qur'on o'qitgan odam jinoyatchi bo'ladimi? Qaysi farosating bilan aytyapsan? Senlar hali ham kommunistmisan? Senlar o'zingni musulmonman deyapsan, musulmonning bolasiman deyapsan. Men ham musulmonman. Mana men Qur'ondan gapiradigan odamman.
Eng qiziq tomoni nimaga hukumat mana Qur'ondan gapirayotgan odamni jinoyatchi deydi, lekin ana shu odam chiqib turib Qur'ondan gapirsa, u odamga indamaydi. Shukrulloh chiqib gapirsa, unga indamaydi. Bu yerda boshqa odam xuddi shu Qur'ondan dars beryapti, jinoyatchi bo'lib qoladi. Nimaga hukumatning standartlari ikki xil ishlaydi? Mansurbek Ha, akaxon, yaxshi savol ekan, alhamdulillah. Buni ham sal sharhlab tashladingiz, lekin xulosa shuki, endi men shunaqa ko'ramanki, ularni masalan bitta odam chiqib turib sizga masalan men zulmga qarshi kurashyapman desa, zolimlarga qarshi kurashaman, men Allohga iymon keltirgan, men Allohning masalaga da'vatchisi desa, keyin yana shunaqa odam o'tdan chiqib turib aynan Qur'oni Karimda gapiraversa, Qur'oni Karimda masalan dalillar keltirib Allohga tavakkul qilib shunaqa boshqa narsaga o'tmasa, keyin bu unga qarshi gapiraversa, qarshi kurashaversa, endi buni pozitsiyasi qanaqa desangiz, haligi aytayotgan da'vo qilgan ishiga to'g'ri kelmayapti. Masalan, bitta inson chiqib men ustoz desa, keyin o'ziga o'xshagan shunaqa ustozlarni tanqid qilib yuraversa, bular bu ishda o'zi noto'g'ri deb, nima deysiz uni? Uni o'zini da'vo qilib chiqqani va qilayotgan ishi bu bir-biriga to'g'ri kelmaydigan ish. Shuning uchun men ularning pozitsiyalarini asosiy birinchidan bu islomdan demayman. Endi ularni ba'zi oyatlarni keltirishi, masalan, haligi oyatlarni, hadislarni keltirib o'zini musulmon qilib ko'rsatib, taqvolik qilib ko'rsatishi nima sababdan desangiz, ular kimga qarshi kurashyapti? Musulmonlarga qarshi kurashyaptimi? Musulmonlarga musulmon bo'lib turib qarshi kurashish osonroqda. Chunki nifoq, munofiqlar musulmonlarga qattiq zarar berishi mumkin. Ya'ni islomga qattiq zarar berishi mumkin. Kofir bo'lsa agar ochiqcha kofirligini aytib kelib turib sizni hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun islomdan gapirishi, islomdan qanaqadir dalillarni keltirishi bu islomning foydasi uchun emas. Bu islomdagi oyatlarni, hadislarni keltirib islomga qarshi kurashish uslubi shunaqa. Bunday kurashish juda to'g'ri va oson. Chunki islomda shunaqa holatda yengishlari mumkin. Men sizga misol keltiraman. Masalan, siz demokratiyani tiniq o'rgansangiz, demokratlarga qarshi shu o'zlarining uslublarini keltirib kurashishingiz osonroq bo'ladimi? Yoki demokratiyani umuman bilmasdan turib, vaqti bironta lug'atni ishlatmasdan demokratiyaning nimasiga aloqador bo'lmagan islomdan keltirib faqat demokratiyani gapiraversangiz, buni qanday kurashish, buni qabul qiladimi, yo'qmi? Yo'qda. Haligi terminologiyalarni, demokratiyadagi terminologiyalarni, xalq hokimiyati egasi, mulk erkinligi, shaxs erkinligi, so'z erkinligi degan shunaqa lug'atlarni tushunib yetib, bu unaqa emas ekanliklarini o'zlaridan dalil keltirishingiz va ularni erkinlik, nasamdalik qanaqa bo'lishini tushuntirishingiz, bu haligi demokratiyaning tezroq parchalanib ketishiga sababchi bo'ladigan uslub bo'ladi. Shunda islom dushmanlari shunaqa qilishadi. Oyatlarni, hadislarni keltiradi, chunki ommiy bo'lgan, haligi hech narsani bilmaydigan, ilmi yo'q bo'lgan shunaqa odamlarni o'zlariga ergashtirishlari osonda. Chunki asosiy ommiylar ko'pda bizda. Ilmi bo'lgan, qanaqadir harom halolni tiniq tushunadigan yoki ajrata oladigan odamlar juda ham oz bizda. Alhamdulillah, O'zbekistonda endi uyg'onyapti odamlar, lekin asosiy ko'p odamlar, ya'ni ummatan odamlar unaqa emas hali. Agar ummatan insonlar tushunsaki, islom haqiqatan shunaqa zulmga qarshi va bizni shunaqa oliylikka yetaklaydigan islom, bo'layotgan zulmlar aynan o'sha davlatga aloqador bo'lgan, nizomga aloqador bo'lgan shaxslarga emas, hammasini tiniq tushunishsa, u nizomni sinib ketishi osonda. Shuning uchun unaqa odamlarni o'zlariga ergashtirishlari uchun shunaqa hadis va Qur'onni ishlatishadi. Bularni umala deydi. Amallari uchun pul oladigan, Allohdan Allohga ajr ber deb turib harakat qiladigan odamlar emas. Alloh bilguchiroq ekan. Shunaqa biror narsa bo'lsa qo'shinglar. Bor bo'ling ko'zim. Akalar, bemalol savollar bo'lsin. Savollar yo'q bo'lsa, fikr bildiradigan bo'lsalaring ham bemalol. Bemalol fikr bildiringlar. Shunday.
Alhamdulillah, Allohga shukr, shu omonatni biz yetkazdik. Bu asosiy maqsadimiz dinimizni himoya qilish va musulmonlarni oliy qilishga harakat qilish. Maqsad shu ekan. Men dinimni yaxshi ko'raman va doimo tayyorman himoya qilishga. Qanaqadir munofiq fosiqlar nimalar gapiraversa, men javob beraveraman, erinmayman bunga. Alhamdulillah, mana shu biz dalil keltirgan dalillarni fikrlab ko'rishsin. Bemalol. Mana shularga alternativ fikrlarni keltirsin, agar erkak bo'lsa keltirsin, agar topa olmasa, agar qabul qilsin, jim o'tiraversin. Xalifalik bo'lishiga qarshi gapirmasin, fosiqlik qilmasin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Keling aka, salomatmisiz? Rahmat. Bu Mansurani bitta savol beruvdi. Javobsiz qolmasin savoli. Ahamiyat qilsangiz, boya savol berib o'tib ketdi, biroz sukut qilib. Xilofa xalifa qiladi siz aytgan ishlarni hammasini. Deb javob berib qo'ying, hali savol javobsiz qolmasin. Keyin mavzuda yo'nalishdan sal burilib ketadi. O'zi mavzuning ichidagi savolu sal yo'nalish burilib ketadi. Rozi bo'lsangiz beraman, bo'lmasa shu mavzu shunda qolsin desangiz bermayman, keyingi safar beraveraman. Mayli akam, farqi yo'q, bizda savol javob qilaveramiz. Tushunsam javobni bilsam aytaman-da. Bilmasam agar bilmayman deb qo'yaveraman. Bir 3-4 kundan beri ba'zi kishilardan so'rayman, hech kim hali javob bergan yo'q. Bu siz aytgan 3 ta oyat bor-ku, 44, 45, 47. Mana shu narsada ba'zi bir kishilar bilan bahs qilib qoldik. Shu narsalarda hammasi kofirlar nazarda tutiladi deb bir hadis olib kelishyapti. Hadis Imom Ahmadda 18529-hadis, keyin Muslimda 1700-hadis. Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan shu uchala oyat haqida Payg'ambar alayhissalom bu kofirlar haqida nozil bo'lgan degan sahih hadis. Shu uchalasini biz kofir desak bo'ladimi yoki farqi bormi bir-biridan? Fosiq, kofir, zolim, fosiq deganda. Akaxon, u hadislarni tashlab qo'yasiz menga inshaalloh. Iloj bo'lsa arab tilida tashlab qo'ying. Men ham o'rganib chiqaman u hadislarda. Endi Qur'onni tafsirini o'qib chiqqanman, o'zining mufassirlarining fikrlarini va ba'zi ilmli akalar bilan o'tirib buni muhokama qilganmiz. Shunaqa bir yechimni o'zim uchun qabul qilib olganman. Bu yerda narsani tushunish kerakki, oyat-i karimada aynan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bu oyatga nisbatan aynan shunaqa fikr bildirganlarni men bilmayman, bunaqa hadis borligini. Tashlasangiz inshaalloh o'qiymiz. Bilmayman degan narsa yo'q degan emas. Yo'q, shu oyatlar haqida o'zingizni fikringizni aytib qo'ying. Hadis tashlashni men bilmayman, birodar. Mana Ahli Sunna degan kanal bor, kirsangiz bir oxirida turibdi. Ko'chirib olsangiz bo'ladi. Kanalga kir. Lekin bu oyatlar haqida kimlar nazarda tutilgan? Fosiqda fosiq, kofirda kofir, zolimda zolim deb alohida nazarda tutilganmi yoki uchalasi bitta ma'noni anglatadimi degan savolga o'zingizni bilganingizni aytib qo'ying, birodar. Akaxon, bu oyatda Alloh subhanahu va taolo 3 xil sifat odamlarda aytgan. Bu bitta sifat odamlarga aloqasi yo'q bo'lgan gap. Chunki arab tilida masalan zolimunni, zolimlarni, fasiqunni, fosiqlarni, kofirlarni o'zlarining ta'birlari borda, har bittasini o'zining ta'biri bor. Birinchidan bitta narsaga, masalan bitta ishni qilayotgan odamlarga, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni bilan boshqarmayotgan odamlar Alloh subhanahu va taolo kofirlar dedi, zolimlar dedi, fosiqlar dedi. 3 ta sifatda aytdi. Buni ulamolar qanday tushunishadi desangiz, kofirligini ochiq aytadi. Ya'ni inkor qilish kerak o'zini tilida, men kofirman, Allohga, payg'ambariga ishonmayman yoki u yolg'on deb o'zini tili bilan gapirsa, u kofir bo'ladi. Lekin men musulmon deb turib 5 mahal namoz o'qiyman desa, u zolim, fosiq bo'ladi. Lekin u kofir bo'lmaydi. U zolim, fosiq bo'ladi. Zolim, fosiq bu 2 xil sifat, lekin bu musulmonda bo'lishi mumkin. Musulmon zolim bo'lishi mumkin, musulmon fosiq bo'lishi mumkin. Lekin musulmon aynan shar'iy ma'nodagi kofir bo'la olmaydi. Endi katta gunoh qilishi mumkin, lug'aviy ma'noda kirib ketsangiz, katta gunoh qilgandan kofir deyiladi. Masalan, namozni tark qilgan kofirmi, musulmonmi degan masalada katta gunoh qilgan bo'lib qoladi degan shunaqa tushunchani ham bildirishgan ulamolarimiz. Endi bu lug'aviy ma'nosi. Shar'iy ma'noda kufr bu iymonga teskari bo'lgan narsa. Musulmon shar'iy ma'nodagi kofir bo'lmaydi.
Shuning uchun musulmon men musulmon Allohga iymon keltirganman deb demokratiya bilan boshqarsa, u zolim bo'ladi, fosiq bo'ladi, tog'ut bo'ladi. Lekin kofirlik sifati unga bo'lmaydi. Endi u musulmon zolimi, fosiq, tog'ut jannatga kiradi degan emasda. Musulmon zolim bo'lsa, u jannatga o'zi kirmaydi degan ma'noni bildiradi. Jannat do'zax hisob kitobi Allohga ayon, lekin bu sifatlarni o'zi zolim, fosiq, bu jannatda masalan fosiqlar uchun yoki zolimlar uchun jannatda makonlar yo'qdi. Jahannamda bor, jahannamga kiradigan odamlar, jahannamning sifati. Shuning uchun bitta ishni qilayotgan odamlarga Alloh subhanahu va taolo zolimlar, fosiqlar, kofirlar dedi. Demak, zolimlar bu zulm bilan boshqaradi, asosan zulm. Fosiqlar bu fosiqlikni ochiq qiladi, kofir o'zini tili bilan gapirishi kerak. Ya'ni kofirda 3 ta sifat ham bo'ladi, musulmonda 2 ta sifat bo'ladi. U zolim, fosiq bo'ladi, lekin musulmon bo'ladi, u baribir iymoni bor uni. Endi u ichidagi narsalarni men kirib ketmayman, uni qanaqadir iymonni qiyshayganmi, to'g'rimi, lineyakasi ketganmi, bu mening ishim emas. Alloh subhanahu va taolo biladi uni. Tiliga qarab aytamizda. Men musulmonman desa, alhamdulillah desa, hajga borsa, demokratiya bilan yoki boshqa tuzum bilan shu yoqqa boshqarsa, biz aytamizda, "O'y birodar, sen musulmon deyapsan. Allohga iymon keltirgan bo'lsang, nima uchun sen Allohning shariati bilan boshqaryapsan? Mana bu zolimlik sifat, bu fosiqlik, bu sen fasodni tarqatyapsan" deb bunaqa gapiriladi-da unga. Kofir bo'lsa agar o'zining tili bilan gapiradi, u kofir deydi. Misol menga savol bersangiz, Erdo'g'anni men masalan musulmon deb bilaman, shara musulmon. Masalan, shara musulmon yoki Erdo'g'an musulmon, lekin bular zolim, fosiq bular. Menga savol bersangiz, kofir emas. Putinchi desangiz, bu kofir ham zolim, ham fosiq. Baydenchi desangiz, u uchtasi ham bor ungada, mana shu oyatdan kelib chiqadi. Alloh alam, men shuni tushunaman oyatda. Alloh rozi bo'lsin. Men ham shunaqa deb bilaman. Faqat ba'zi kishilarda shu keltirgan hujjatga bir javob, misol boshqacharoq javob bormikin degan ma'noda so'radim. Agar imkoningiz bo'lsa, shu kanalda hadis turibdi, bir o'rganib ko'ring iltimos. Hozir yo'nalish boshqa yo'nalish bormi Amerika uzra? Malol akajon, nima? Hozir birodar, bir daqiqa. Yana bir savolim bor deyapti. Mansurbek Abduqodir akaning kanalidan aytgan narsasini olib, sizni shaxsiyingizga tashlab qo'ydim. Qarab qo'yasiz. Assalomu alaykum, hormatli akalar, sog'lig'im yaxshimi? Bir savol bor edi. Bizni mana hozirgi voqelikda bo'lib turgan, u birda ham mana chatda ham berdim. Ana Abror domlaga ham bir 20 minut oldin mana savolimni bersam, chala-chulpa qilib, mana demokratiyaga burib tashlaverdi, bu yoqqa keldim keyin. Mana jinkashlar haqida savol. Acha meni qishlog'imda bir 4 tasi bor. Aniq jinkashligi ma'lum bo'lib turibdi. Shu kimlardir uydan qo'g'irchoq, sochlar, shunaqa narsalar chiqyapti-da, keyin kasallik, oila buzilib ketishi, o'lim darajasigacha yetib bordi. Shu jinkashlarda Qur'on va hadisdagi hukmini bilmoqchiman. Biz mana qonunda militsiyalar oldiga bordik, bu haqda hech qanaqa jinoiy javobgarlik yo'q ekan. Shuning uchun endi shariatga yuzlanamizda, Alloh va rasuliga qaytaramiz buni. Shuni hukmini bilmoqchi edim. Qanaqa hukmlari bor? Siz jinkash deb turib, men tushunishim bo'yicha bunaqa tugunchalarni bog'lab yuradigan, odamlarni sehr qiladigan shunaqa odamlarni aytyapsiz, to'g'rimi? Ha, shunaqalari. Hukmi qanaqa? Masalan, payg'ambarimizdan qanaqa hukmlar bor? Shuni bilmoqchi edim. Agar imkoniyat bo'lsa, tushuncha berib qo'ying. Birinchidan ularga endi o'sha jinkashlar aytayotgan, ularga iymon keltirishda o'zi shar'an noto'g'ri. Va ular qilayotgan ishlar munkar deyiladi. Ya'ni qilayotgan ishlari noto'g'ri, aldaydi odamlarni. Ko'pincha ular aldaydi, hamma vaqt to'g'ri ishni qilmaydi. Jodugarliklari, masalan, jodu qilishlari ham bor. Biz bilamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ham jodu qilganlar tarixdan bilasiz. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni turib borib qanaqadir jazolamaganlar. Hech narsa bunaqa qanaqadir qattiq qo'llik bilan bir narsa qilmaganlar. Illo ularga nisbatan amri ma'ruf nahi munkar qilishingiz mumkin. Borib to'g'rilab tushuntirishingiz mumkin, gapirishingiz mumkin. Endi islomiy davlat bo'lsa, masalan, islomiy davlatning ichida shunaqa buzg'unchilik qilib yuraversa agar, yolg'on bilan shunaqa odamlarni shunaqa karaka qilib, odamlar ustidan mazaq qilib shunaqa qilib yuraversa agar, islomiy davlatning ichida xalif qanaqadir qonun qoida ishlab chiqishi mumkin. Uni mahkamatul mazolim deydi, zulmga qarshi kurashadigan shunaqa mahkama bo'ladi islomda. Ular shunaqa odamlarga nisbatan shunaqa bir chora qo'llashi mumkin. Masalan, birinchi borib turib tushuntirishlari mumkin.
agar tushunmasa yana shunaqa buzg'unchilik qilib yuraversa, odamlarni sha'nlariga shunaqa dog'ni tushirib, shunaqa buzg'unchilik qilib, sehrgarchilik qilib yuraversa, agar tushuntirsa, agar tushunmasa, misol ularni masalan qamatishi mumkin. Qamatmasa agar qanaqadir darra urishi mumkin. Islomda shunaqa, lekin uni islomiy davlat bo'lgandan keyin insonlarning ichida shunaqa muammo paydo bo'lgandan keyin shunaqa yechim beriladi. Endi hozir oldindan haligi islomiy jamiyatni ichida yo'q bo'lgan narsalarni mana bu jamiyatdan turib muhokama qilsak noto'g'ri. Nimaga desangiz, chunki islomiy jamiyatni ichida shunaqa narsalarni o'zi bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi Makkaga, Madinaga kelgan paytlarida oldin birinchi shunaqa ishlar bo'lgan. Lekin keyin yo'qolib ketdi bu. Lekin sehrda o'zi aslida bor narsa bu. Buni Qur'oni Karimda ham Alloh subhanahu va taolo aytgan. Erkak va ayolning o'rtasida shunaqa sovuqlikka tushiradigan, shunaqa Bibabila Harut va Marut deydi. Bobildagi Harun Marutga tushgan shunaqa kitoblarga, ya'ni o'sha shayotinlar o'g'irlab keladigan shunaqa ilmlarni tarqatadigan shunaqa odamlar hozirgacha bor. O'sha kitobda Kanzul Husayn deydi. Husaynning Kanzuli, ya'ni uning koni degan ma'noni bildiradi. Men o'zim o'qiganman, bir olib bunday 2 varaqda o'qiganimda tilim aylanmasdan qolganda, to'g'risida bitta jodugar bobo bor edi. Menga mana buni tushuntirib bergan, sen zo'r tushunasan, fors tilini ham, arab tilini ham mana buni o'qib ber deganda, shu o'qiyotgan paytimda tilim aylanmasdan qolgan. Men o'sha kitobni boshidagi 2 ta varaqda o'qiganman. Kanzul Husayn deydi. Albatta uni tafsiri ham bor, shunaqa jodugarlik qilib yuradiganlar bor. Endi islomiy jamiyatda shunaqa shaxslarga shunaqa ta'ziqlar o'tkazib, musulmonlarga shunaqa yomonliklarni qilib yursa, albatta davlat bunga nisbatan chora ko'radi. Tushuntiriladi, da'vat qilinadi, o'rtaga olinadi, ularda qanaqadir jazo choralari ko'riladi. Lekin shar'iy nuqtai nazardan misol aytamiz, masalan o'g'rilarning qo'lini kesish yoki zinokorlarni yuzlari uringlar deydi yoki toshbo'ron qilib uringlar degan shunaqa asosiy ahkomlar shariatda yo'q. Lekin islomiy jamiyat bo'lgandan keyin xalifalik bo'lsa, bunga nisbatan bu muammoga aylansa, albatta bunga nisbatan jazo bo'lishi 100% bunga shubha yo'q. Chunki mahkamatul mazolim bunaqa buzg'unchilarga qarshi qanaqadir qonun qoida ishlab chiqadi, bunga shubha yo'q. Lekin hozir oldindan aynan bunday qilishadi deyishim, chunki bunga dalilim yo'q-da. Voqelik bo'lgandan keyin, bu voqelik muammoga aylangandan keyin bunga nisbatan yechim beriladi va albatta jazo choralari qo'llanadi. Birinchi amri ma'ruf nahiy munkar qilish bu tabiiy bu. Sizga ham, menga ham, hammamizga ham. Amri ma'ruf ham qanaqa desangiz, amri ma'ruf qilish masalan borib turib, Allohdan qo'rqin, mana bu ishing noto'g'ri, jahannamga kuyasan deb bunaqa emasda, hamma odam tushunmaydi buni. Borib turib, "Voy, iflos, nima qilyapsan sen? Alloh unga jazo beradi, bunday qilyapsan" deb bunday qo'pol gapirishingiz bu ham amri ma'rufga kiradi-da. Endi siz voqelikka qarab turib amri ma'ruf nahiy munkar qilasiz. Ba'zan odamlar yaxshilikni, yaxshi gapni, yumshoq gapni tushunmaydi, unga qo'polroq gapirish kerak. Dag'al bo'lishi kerak u to'xtash uchun. Ba'zan yumshoq gapirish kerak. Shunaqa amri ma'ruf deyotganimizda endi uslubini o'zingiz tanlaysiz. Qanday uslubda gapirishda haligi munkarni yo'qotish uchun. Munkarni munkar bilan ham yo'qotib bo'lmaydi. Boshqacharoq qilib aytganda, sizning qo'lingizga siydik masalan tomgan bo'lsa, boshqa siydik bilan uni tozalay olmaysiz. Munkarni to'g'rilash kerak, uni uslubini o'rganib chiqasiz. Uni munkarni aynan amri ma'ruf nahiy munkar til bilan qilish, borib gapirish albatta 100% borligi bu aniq. Lekin haligi unga jazo choralar desangiz, bu islomiy jamiyatda shunaqa muammo paydo bo'lsagina qilinadi. Chunki islomiy jamiyat bo'lgandan keyin tarixda bunaqa voqeliklar yo'q bo'lgan. Bunaqa narsalar yo'q bo'lgani uchun aniq bitta qonun qoida islomda belgilab qo'ymagan. Alloh bilguchiroq birodar, shunaqa tushunaman. Rahmat domla katta aka. Shuncha bo'ldi. Savollar bo'lsa qo'yganlarga bemalol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mansur aka, yaxshimisiz? Men mana shu Ali dedi bergan savoliga ozgina qo'shimcha qilib ketsam bo'ladimi? Ili shunga nima deysizlar? Bemalol fikringizni bildiring. Bemalol. Ana o sehr qilish deganligi baxshi deb qo'yadi. Ular baxshi bo'lishlik uchun o'ziga xos bir etaplari bor ekan ularda. Bir baxshi bo'lishlik uchun jinlarni talabini bajarish kerak bo'lar ekan. Jinlarni talabi nima ekan desa, asosan dindan chiqarib olar ekan ana shu baxshi bo'lmoqchini. Va Qur'onni varaqlariga bavul qilib, ya'ni ayol kishi bo'lsa hayz qoniga ishlatib, ashnaqangi bir
absolyutni dindan chiqarib olgandan keyin ine jin bunga xizmat qilib как будто договор bo'lar ekan. Ine bu baxshi bo'la oladi ekan. Mahmud aka mana shu savolga bir javob bergan. Ertaga islom bo'lsa, endi bilmadim uni hukmi, misol qanaqa baxshi bo'ladi. Ba'zilar bo'ladi, unaqacha dindan chiqadigan amallarni qilmaydi, haligi любительlik bilanmi, shunaqangi ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, uni jazosi yengil bo'lishi mumkin. Lekin absolyutni shunaqa darajadagi bir yomon ishlarni qilib, shuni evaziga haligi baxshi bo'lishlik, mana shu narsalar tasdiqlanadigan bo'lsa, ertaga islom bo'lsa, qatl qilinar ekan buni shariy hukmi. Men shunaqa deb Mahmud akamdan eshitdim. Mana bu baxshi bo'lishlik shartlarini bir boshqa ilmli akamizdan eshitdim. Shuni bir yetkazib qo'yay dedim. O'rniga kelib qolgan ekan. Siz aytayotgan baxshi u boshqa narsa. Birodarimiz aytayotgan u sehrgarlar, u odamlarning orqasidan sehr jodu qilib yuradi. Baxshilar ular o'qiydigan bunaqa nimalar do'mralari bo'ladi ularda. U dabdala, u boshqa, Alloh alam, u boshqa masalaga endi bir-biriga o'xshab ketadi, lekin hukmlari boshqaga nima aylanib ketishi mumkin. Chunki sehrgarlar haqida gapirdi-da tepada. Mansurbek vodiyda baxshi deb haligi dutor chaladigan, do'mbara chalib, ovozini g'irrillatib ashula aytadigan odamni aytmaydi. Bizda baxshi deb aynan folbinlik qilib, sehr jodu qilib, mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan, jinlar bilan aloqa qilib, odamlarga fol ochadigan, haligi eringni bog'lab beraman, bolangni o'ldirib beraman, shunaqa narsalarni qiladigan odamlarni baxshi deydi. Endi voha tomonda, tepada sizlar tomonda baxshida o'sha haligi dutorlarni cholib, g'irrillatib ovozini, varganlarni cholib ashula aytadiganlarni aytadi. Biz tomonda baxshi deb belgilarini aytadi. Jinlar bilan aloqa qiladiganlarni. To'g'ri akam, shunaqa bizda baxshi deb shu do'mralarni cholib, o'shalarni aytib o'tirgan odamlar aytiladi. Nimalarni jodugarlar deydi bizda. Aynan shunaqa tushunchamiz har xil bo'lishi mumkin bu masalaga nisbatan to'g'ri. O'sha Arof surasining 7-oyatini bir ko'rib qilsalaring, Alloh olam shunda aytilgan bu folbinlar haqida, pinhona o'sha fol qiluvchilar haqida Alloh taolo ularni kofir deyapti. Adashmasam o'sha Arof surasining 7-oyatida bo'lish kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savol bersak bo'ladimi? Ha, aka, mayli. Men bitta narsani aytib qo'yay, iltimos, Ma'mur aka, shu o'rniga kelib qoldi, uzr, men savol berishga. Ha, mayli, Abdurahmon aka hozir 1 daqiqa. Ha, Hasan aka ayting. Husan aka. Yo'q, mana bu folbinga borib turib, folbin meni muammolarimni hal qilib bera olmaydigan deb turib qaytib kelsa, baxshiga borib. Mana bu odamni 40 kun ibodati qabul bo'lmaydi ekan. Agar borib turib istiqsov qildiradigan bo'lsa, shunaqangi sehr qildiradigan bo'lsa, mana bu odamni ham dindan chiqadi deyapti dinimizda. Abdurahmon aka beravering savolingizni. Meni savolim hozir shunday, Rossiyaga kelib ishlaymiz, ko'p yil kelib ishlaydi. Odash bo'lsa 80-90% benamozda namoz o'qimaydi. O'zimizga borganda o'qiydi, namoz qilib qoladi, juma o'qib qoladi, bizga kelganda o'zi bo'ldi. Hamma o'zi unutadi. Endi men ana qilyapman, misol o'sha odamlar topayotgan puli halol bo'ladimi? Endi kasblari halol, misol stroykada ishlaydi, boshqa kasblarda ishlaydi, lekin benamoz. Mana joy anaqa o'ylab deyapti, hozirdan. Oydinlik kelsalar yaxshi bo'ladi. Hozir shu vaqtda vaqt o'tib kerak bolalar bilan. Halol bilan harom qilib topayotgan puli. Birodar, u halol pulni topish, haromni topish, masalan, bitta namozxon bola namoz o'qib turib, borib masalan protsent berib protsent olsa, u pul halol bo'lmaydi u uchun. Yoki borib cho'chqa go'shtini sotsa, yoki borib zo'ravonlik qilib tortib olsa, o'g'irlik qilsa, namoz o'qiyotgani haligi u topgan pulda halol harom qila olmaydi. Shunga o'xshaydi teskarisi ham.
inson namoz o'qimasa-yu halol ishni qilsa, uni topgan puli halol, lekin namoz o'qimagani uchun javob beradi. Uni pulini haromga chiqarmaymiz, uni namoz o'qimaganini o'rtaga qo'yib, mana bo'ldi, sen namoz o'qimayapsan, demak hamma narsa sen uchun harom, pul topganing ham harom deyilmaydi-da. U borib turmasdan biron cherkovga ishlagan bo'lsa yoki fohishaxonaga ishlagan bo'lsa yoki odamlarning pulini, mulkini tortib olgan bo'lsa, bunda harom topgan bo'lsa, harom deb e'tibor qilamiz. Endi borib turib ustalik qilib, haqiqatan to'g'ri mehnat qilib, shunaqa topgan bo'lsa, uni pullari namoziga aloqador emasda. Namozini o'zini yo'nalishi Alloh bilguvchiroq, shunaqa qarasa yaxshiroq. Yo'lyapti, namoz o'qish uchun. Gapirsa, o'qiyman, endi o'qiyman degan gaplar bo'ladi-da. Oddiy gap bo'lib qoldi-da. Siz qanday maslahat berasiz? Amakilar. Yaxshi bo'ladi. Usullar va maslahatlaringizni aytib bersangiz yaxshi bo'ladi. Inson namozni nima uchun o'qimayapti desangiz, uni muammosi bor. Muammosi nimada desangiz, haligi aqidani, iymonni to'g'ri tiniq tushunmaganiga. Agar u aqidani, iymonni to'g'ri tushunsa, u namozni o'zi o'qib ketaveradi. Siz biz amri ma'ruf nahiy munkar qilayotgan paytimizga insonga yetmagan narsani aytishimiz kerak. Masalan, namoz o'qimaydigan odamga siz yana 24 soat turib, "Bu namoz o'qib o'rgan, nima o'qimaysan" deb turib amalga chiqaraversangiz, haligi nima uchun o'qishni bilmaydigan, na jannatni, na do'zaxni, na Allohni borligini haligi idrok qila olmaydigan, yaxshi tushunmaydigan, bu masalalarga kirib ketmagan, yorqin fikr asosida yechib olmaydigan shunaqa odam bo'lsa, u namoz o'qiyotganingiz unga juda og'ir tuyuladi. Men sizga hozir bitta birodarni misolini keltiraman. Bitta birodar shunaqa o'qigan odam ekan, chiqib ketganda o'zi aytib bergandi. Rossiyaga boribdi, Rossiyada shunaqa fosiqlik qilib yuribdi-da, tashabdi. Rossiyaga shunaqa fosiqlik qilib yurganda bitta ilmi yo'q bo'lgan, eng johil shunaqa namoz o'qar ekanda, johilda edi, umuman ilmi yo'q. O'sha bilan bir joyda o'tirganda, haligi turib namozni o'qiydi, haligi o'qigan odam namozni o'qimayapti. Keyin o'qigan odamning oldiga kelib turib, "Brat" deydi, "Men bitta narsani eshitib olgan" deydi. Nima desa, namoz o'qimaydigan odam jannatga kirmas ekan, jannatning ichida namozsiz odamlarga joy yo'q ekan degan gap haligi o'qigan odamning miyasiga borib o'qday kirib boradi. Hayotini ontar-to'ntar qilib, yana qaytadan ilmni tushunib, uni yorqin fikr asosida o'qigan, sayoz fikrda o'qib chiqqan. Yana tushunib yetib, uni qaytadan islomda shunaqa mustahkam kirib borgan, yana 5-4 yildan keyin haligi odam bilan bir joyda bo'lganda, haligi odamga Qur'ondan dars bergan, ta'lim bergan, yana shariat ahkomlarini tushuntirgan, haligi odam so'zi tufayli hidoyatga ergashganini haligi odamni o'zi bilmaydi, yonida turgan odam. U shogirdi bo'lyapti, buni ustoz bo'lib ketyapti. Aytmoqchiman, haligi insonga yetmaydigan gap borda. Nima yetmayapti, nima tushunmayapti, nima sababdan bunaqa bo'lyapti, bunga tafakkur qilish kerak. Va siz xohlagan narsani emas. Masalan, siz ko'rasiz, namoz o'qimayapti, kosa tovoqlarni yuvmadi, turmadi, bunday qilmadi. Yo'q, bu sizning xohishingiz bo'lmasin. Nima yetmayotganiga qarang. Nima yetmayapti bu birodaringizga, nima uchun o'qimayapti? Qaytib keyin o'qiyman, uyga borsam desa, vaqt kelsa desa, nima yetmayapti desangiz, haligi tushunyaptiki, vaqt hech qachon kelmaydi, vaqt ketadi doimo. Qanaqa vaqt kelishi mumkin? Vaqti kelishini kim kutadi? Qanaqa ahmoqlik bu? Misolda, vaqt doimo ketadigan narsa bu. Har bir sekund, har bir vaqt, har bir soatingiz sizga ketyapti. Bu kelmaydigan narsa, bu ketaveradi bu. Uni o'tirib tushuntirib, masalan, vaqt hech qachon insonni kutmaydigan va inson o'sha kunga yetadimi, yo'qmi, vaqti ketib qolishi mumkin. Dunyodagi maqsadini yechib, dunyodagi nima uchun inson yashayapti, dunyodagi maqsad nimada? Insonda aqli nima uchun berilgan? Aqlning maqsadi dunyoda. Alloh subhanahu va taolo nima uchun insonni yaratdi bu dunyoda? Umuman Allohning o'zi bormi, yo'qmi degan masalada. Endi qaysi biri unga yetmayapti, endi siz yaxshi bilishingiz kerak-da uni. Yoningizda turgani uchun nima yetmaganini yaxshi bilasiz. Doimo qarang, siz masalan ba'zan dindan ko'p gapiraversangiz, odamlarga yoqmaydigan odamlar bor. Dindan gapirmasangiz, uni boshqacha yo'li bor-da. Shart emas, iminna Alloh deb, payg'ambar deb gapirishingiz. U boshqa usul ham bor-da. Masalan, yonimda bitta fosiq yurardi, islomni o'ta yomon ko'rardi. Fosiq emas, kofir, ateist. Islomni o'ta yomon ko'rardi. Keyin men unga islomdan gapirmasdim, doimo o'tirgan paytimizga rus tilida gapirardim. "Посмотри, как небо красивое" derdim. Osmonga qaraqadik chiroyli desam, "Ha" derdi.
А почему она без опоры стоит? Nima uchun u ustunsiz turibdi? Qanday uni ko'tarilib qo'ygan degan shunaqa masalalar bilan unga yondashardim. Haligi islom asosida gapirmayotgan odam bunaqa asosida gapirib, endi bari uni Allohga yetkazib qo'yardik, keltirib qo'yardik. Oxiri islomni qabul qildi o'sha ateist. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Yoki masalan, bir ikkita birodarimiz, endi hozir birodarimiz alhamdulillah meni ishga chaqirishdi. Bu Ukrainada bo'lgan. Ancha oldin, 14-yillar bo'lgan. Ishga chaqirib meni yo'ldan ozdirishga kelishib olganlar ikkovi. Ya'ni klublarga olib chiqamiz, buni yo'ldan ozdirib tashlaymiz deganda, chunki masjid ichida bir ikkita gapirganimda, bu ham shunaqa mullalardan deb shunaqa ikkovi kelishib olgan. Yo'ldan ozdirish uchun meni chaqirib olganlar, yarim yildan keyin ikkovi ham meni shogirdim bo'lishdi. Nimaga desangiz, haligi har bitta insonda o'zining tushunchasi bor-da, dunyodagi. Nimagadir chaqiradi, nimagadir harakat qiladi. Endi bu uni tushunchasi shunaqa. Namoz o'qiydi, tashlaydi. O'sha yo'lni to'g'ri deb biladi ba'zan. Endi uni noto'g'ri ekanligini alternativini siz tushunishingiz kerak. Siz uni o'rganib chiqishingiz kerak. Nima yetmayapti odamga, yoningizda yurgan odamlarda. Alloh bilguvchiroq, shunaqa o'rganib chiqib, nima yetmayotganini keyin gapirsangiz, bu siz misol bir vrachga o'xshab ketasiz. Haligi patsientingiz mijozingizni kasalini bilib turib, keyin dorini berib qo'yasiz. Normalni uni muolaja qilishingiz mumkin. Menga ham savol bormi, ma'lum? Bemalol ekan. Masalaga, ya'ni ateistlar shunday masalani ko'rsaradiki, shu yaratuvchi haqida isbotlar o'rgatilayotganimizda aytadiki, bironta bir qonuniyat gapirsak, aytadiki, bu narsa dedi avvaldan bor dedi, azaliy deydi. Shu narsani qanday qilib isbotlab bersa bo'ladiki, bu azaliy emas. Endi men azaliy emasligini bir sodda usul bilan buni yetkazib tushuntirib berganman, lekin o'sha uslubdan boshqa uslub bo'lsa, shuni sizdan o'rganib olay degan ma'noda so'rayapman. Har bir narsalar, har bir koinotdagi narsalardagi qonuniyatlar azaliy emas, balki uni boshlang'ich nuqtasi borligini qanday qilib isbotlab bersa bo'ladi ateistlarga? Yaxshi savol ekan. Endi bu masalada juda ko'p to'xtab o'tganman, nimalar YouTube'larda ham ko'p bunaqa masalalar. Ma'lumotda shuni aytib o'taman. Birinchidan azaliy emas ekanligini men bilmayman, qanaqa ateist bilan siz gapirgansiz. Ular aytishida azaliy emas deydi, ya'ni borliq azaliy bo'lmagan, paydo bo'lish nuqtasida bir nechta fikrlarda ular aytishgan. Men to'g'risi bunaqa ateistlarni uchratmagan siz aytganlar. Chunki ularda aytishlari bo'yicha 3 xil holatda paydo bo'lgan. Birinchisi portlash holatda paydo bo'lgan, ikkinchisi yig'indilar portlashi asosida paydo bo'lgan, uchinchisi shuni qanaqadir energiya portlashi asosida paydo bo'lgan. 3 xil ana shunaqa nimalarni teoriyalarni keltirishadi ateistlar. Portlashda 3 xil teoriya bor. Ya'ni inson hayot koinotda boshlanishi shunaqa 3 xil portlash asosida paydo bo'lgan degan shunaqa 3 xil fikrlar asosiy ateistlar ko'tarib yurgan fikrlar borda. Endi bularda yana nima bor desangiz, James Joel va boshqa shunaqa ateist ulamolari inson hayot koinotdan topgan shunaqa termodinamika degan qonun qoidalar bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchisi bor. Termodinamikaning birinchi qonun qoidalari bo'yicha biz soddaroq qilib aytaman o'zimizning tilimiz bilan tushunishimiz uchun, hech narsa o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bitta narsa paydo bo'lishi uchun albatta qanaqadir kuch-quvvat unga ta'sir o'tkazishi kerak, ya'ni o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ikkinchisi, termodinamikaning ikkinchi qonun qoidalari bo'yicha bitta narsa ikkinchi narsaga aylanishi uchun uchinchi ta'sir o'tkazib turishi shart. Agar uchinchi ta'sir bo'lmasa, bitta narsa ikkinchi narsaga hech qachon aylana olmaydi. Boshqacharoq qilib aytganda, soddaroq qilib aytganda, bitta g'isht paydo bo'lishi uchun suvni loy bilan qorishtirib turadigan odam bo'lishi shart uchinchi. Yoki suv haligi choynakning ichida va choynakka ta'sir o'tkazib turadigan, gradus o'tkazib turadigan, shunaqa issiq o'tkazib turadigan davleniya bo'lishi shart. Qaynoq suvga aylanishi uchun. Ya'ni bitta narsa ikkinchi narsaga aylanishi uchun uchinchi ta'sir bo'lishi shart. Agar uchinchi ta'sir bo'lmasa, hech qachon bitta narsa ikkinchi narsaga o'z-o'zidan aylanmaydi. Uchinchi termodinamikaning qonun qoidalari bo'yicha
har bitta narsa nihoyasiga yetadigan, ya'ni har bitta narsa chegaralar qo'ygan. Koinotda chegarasi yo'q bo'lgan hech narsani yo'q. Har bitta narsa o'zining nuqtasiga borib qachondir yo'q bo'lib ketadi. Hatto inson hayot koinot quyoshning atrofida aylanib bir kun kelib aksincha aylanib yana quyoshga kirib ketib portlab yo'qolib ketish shunaqa nimasiga mexanizmiga ega deydi. Buni ateistlar aytadi. Bu uchta termodinamikaning qonun qoidalari bo'yicha. Endi ateistlar birinchi siz bizga ko'tarib chiqqan qonun qoidalari, siz bizga qarshi chiqadigan narsalar nima desangiz, oldin mana shu qonun qoidalari yo'q bo'lgan, bu borib keyin paydo bo'lgan qonun qoidalar deyishadi. Shunaqa narsani biz sizga taqdim etishadi. Ateistlar shunaqa deydi. Ya'ni mana bu koinotdagi qonuniyat, biz ko'rib turgan termodinamikaning 3 ta qonun qoidalari, 4-chisi yo'q. Agar kimki sizga 4-chisi deb savol bersa, yolg'on aytadi, sizni chalg'itish uchun gapiradi. Mana bu narsalar yo'q edi, bu keyin paydo bo'ldi deyishadi. Keyin biz ularga bunday o'tirg'izib tushuntiramizki, agar mana bu termodinamikadagi qonun qoida deb turib sizlar qabul qilsalaring, sizlarga oddiy savol deymizda, qanaqa desa, qonuniyat o'z-o'zidan paydo bo'ladimi yoki qonuniyat biron kishi tomonidan qo'yilishi kerakmi? Ya'ni qonunsiz narsa, boshqacharoq qilib aytganda portlash, masalan bombani tashladik, bombani tashladik, uyning ichida uyni portlatib tashladi. Bomba bor qonuniyatni yo'qotib tashlaydimi yoki uni qonuniyat qilib yasab qo'yadimi? Masalan, sizlar aytayapsizlar, inson hayot koinot portlashdan paydo bo'ldi. Portlash bu xaos. Ya'ni bu portlaydigan narsa, bu yo'qoladigan narsa, yo'qotadigan narsa. Qanday qilib portlashdan mana bu termodinamikaning qonun qoidalari paydo bo'ldi deysiz. Ya'ni asosiy bunga javob bera olmasligi shu. Endi materiya vechna deyishadi. Sizning gapingiz, menimcha, u modda azaliy deyishadi. Modda azaliy bo'lsa, хорошо deysiz, хорошо. To'g'ri, sening fikringga mayli to'xtab o'tamiz. Modda azaliy bo'lsa, moddaga aql bormi, yo'qmi deysiz? Yo'q, moddaga aql deyishadi. Ular sizga savol shunaqa javob berishadi. Moddaga aql yo'q deydi. Aqlsiz modda qanday qilib aqlda hosil qildi? Insonning miyasida qanday hosil bo'ldi aql? Va termodinamikaning qonun qoidalari aql asosida qanday qilib tergin bo'ldi? Masalan, bitta aqlsiz, aqli yo'q bo'lgan jinnini, masalan, больницаdan olib kelsangiz, jinnixonadan. Bitta uyda qora oladimi u? Yo'q deydi-da. Nimaga? Chunki jinni, uni aqli yo'q. Aqlsiz aqlli ishni qila olmaydi-da. Aqlsiz modda mana bu aqlli qonun qoidani buni joyiga bunday ixtiro qilib qo'ya olmaydi. Shuning uchun mana bu termodinamikaning qonun qoidalarini o'zi yetarli darajada ularga dalil, o'zlari o'ylab chiqargan, ya'ni o'zlari topgan qonun qoidalar ila ular bilan tortishsangiz joyiga qo'ya olasiz. Chunki bu qonun qoidalarni ular inkor qila olmaydi. Oldin bormi desangiz, yo'q edi deydi oldin. Oldin xaos bo'lgan deydi. Har bittasi shunaqa deydi. Men o'qiganlar haqida gapiryapman. Bunaqa tomib ketganlar ham bor, qanaqadir yangi fantaziya qiladiganlar bor, unga hozir aytib o'taman sizga. Shunaqa oldin xaos bo'lgan, hech narsa bo'lmagan, keyin portlashdan bular hamma qonuniyat paydo bo'ldi. Portlash ham 3 holatda bo'lgan. Birinchisi o't shaklida, ikkinchisi yig'indilar, uchinchisi bu energiya shaklida. Shunaqa portlashdan keyin shunaqa inson hayot koinotdagi narsalar paydo bo'ldi deyshadi. Keyin ikkinchi termodinamika qonun qoidalari bo'yicha masalan portlashdan oy paydo bo'lishi uchun savol berasizda. Masalan, yoki masalan muz xossasi, suv xossasi, jon tiriklik masalan hayot paydo bo'lishi, hayotsiz jonsiz narsalardan, masalan aqlsiz moddadan aql paydo bo'lishi, bitta narsadan ikkinchi narsa hosil bo'lishi. Bu nima qanday qilib uchinchi kuch quvvatsiz bo'lganmi bu? Mana bu to'g'ri kelmayapti-yu, mana bu termodinamikaning ikkinchi qonun qoidalari bo'yicha deb bunaqa savol berasizda. Keyin unaqa tomib ketganlar bor, ko'rmagan narsamga ishonmayman deydi. Bu ateizmga qarshi. Nimaga desangiz, chunki ateizmni o'zi nimalar asosida, ya'ni aksioma va postulatlar asosida yuzaga kelgan ateizm. Aksioma degani yerdagi narsalarni ko'rib, inson hayot koinotdagi qonuniyatni ko'rib, bu qonuniyat shunaqa holatda paydo bo'ldi deb o'zlari ko'rmaydigan narsalarga iymon keltirib, uni taqdim etishlari bu aksioma deyiladi. Aynan ateizm o'zlari ko'rmagan shu portlashga iymon keltirish va genetik o'zgarish shunaqa holatlarni tasdiqlash, ya'ni ko'rmagan genetik o'zgarishni ham ko'rmagan ular. Shunaqa narsalarni tasdiqlash. Bu tomib ketgan ateistlar ko'rmagan narsamga ishonmayman deydi. Bu ateizmga bu haligi teskari bo'lgan fikr. Bu ateist emas, bu tomib ketgan. Yoki shunaqa qonuniyat topib bersin koinotdan. Aksioma degan qonuniyat bor, nimada qonuniyatda, koinotda.
Postulatlar bo'lsa, postulatlarni biz musulmonlar islomda qabul qilmaymiz, joiz emas. Postulat deganda bitta narsani qanaqadir dalillari hosil bo'lgandan keyin boshqa dalillarga, boshqa narsalarga fikrni nima qilmasdan turib, fikrlamasdan turib ko'kko'rini qabul qilishdi. Buni postulatlar deyiladi. Islomda aynan ateistlarning postulatlari joiz emas. Dalilsiz bitta fikrni qabul qilishimiz umuman joiz emas, mumkin emas. Aynan islom mana shu tarzda ana ularni kesib tashlaydi. Va aksioma asosida ham islom to'liq javob beradi. Bitta narsa paydo bo'lishi uchun uni paydo bo'lishi shart deydi-da islom. Ya'ni yaratuvchi bo'lishi kerak. Qanday qilib portlash o'zidan bo'ladi? Aksiomada ham to'g'ri kelmaydi. Izni qoldirgan ana shu yugurib ketgan odamni, yana o'tib ketgan odamni borligi izidan bilinadi-da. Izni ko'rib turib o'zidan paydo bo'ldi desangiz, bu noto'g'ri-da. Ateizm mana shu tomondan ular inqirozga duchor bo'lishyapti. Chunki insonda aqlni qanoatlantirmayapti ularning ko'targan g'oyalari. Va ana shu birinchi, ikkinchi, uchinchi termodinamika qonun qoidalari va aksioma postulatlarni mana shu narsalarni o'rganib chiqsangiz, kerakli bo'lgan shunaqa nuqtaga shunaqa zarba beradigan bo'lib qolasiz. Alloh bilguchiroq, shunaqa yaxshiroq deb bilaman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Allohdan rozi bo'lsin. Ma'mur aka, bizda shom bo'lyapti, akaxon. Inshaalloh yana keyin davom ettiramiz. Ma'mur akamni ishlari bo'lsa kerak. Aytib qo'yasizlar, men chiqib ketaman chunki bizda shom bo'ldi. Va oxiru da'vanana alhamdulillahi robbil alamin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.